Assalomu alaykum aziz tomoshabin. Bugungi munozara maydonida siz bilan turkiy dunyoning madaniy birlashuvi, imkoniyatlar, muammolar, yechimlar haqida so'zlashamiz. Suhbatdoshlarim aynan turkiy dunyoda e'tirof etilgan, turkiy dunyoning ziyolilari sifatida tan olinadigan olimlarimiz, shoirlarimizni taklif qilganmiz. O'zbekiston xalq shoiri Xurshid Davron va Alisher Navoiy nomidagi Davlat adabiyot muzeyi direktori, filologiya fanlari doktori, professor, turkiy folklor, turkiy mifologiyaning katta mutaxassislaridan biri Jabbor Eshonqulov. Xush kelibsiz. Taklifimizga yo'q demay kelganingiz uchun katta rahmat. O'zingizga ma'lum, hozirgi siyosiy, iqtisodiy, madaniy jarayonlar o'z-o'zidan bir-biriga qardosh bo'lgan millatlarning ayni bir-biriga qo'l beradigan, bir-birini qo'llab-quvvatlaydigan, bir-birini ko'taradigan, bir-birini sha'nini qo'llab-quvvatlaydigan, himoya qiladigan bir bosqichga kiryapmiz, jarayonlarni kuzatib turibsiz va o'z-o'zidan qadimdan ota-bobosi bir bo'lgan, katta bir yagona tarixga ega bo'lgan, garchi boshqa millat bo'lsa ham yagona bir qozonda yetilgan, dunyoqarashi, e'tiqodi bir-biriga yaqin bo'lgan xalqlarni yana bir bor ularning bir-biriga begona emasligini eslatib qo'yadigan zamon keldi deb o'ylayman. Chunki bunaqa eslatishlarga, bunaqa chorlovlarga har qachon ehtiyojimiz bor. Qirg'izmi, qozoqmi, tojikmi, hammasi o'zimizning aka-ukamiz, opa-singlimiz. Shu ma'noda ozgina suhbatimizni yagona o'tmishga ega bo'lgan shu xalqlarning, bu to'g'ri 1000 yilliklarga borib taqaladi bu tarix, lekin eng muhim nuqtalariga to'xtalib o'tsak. Katta bir 1000 yilliklarni boshdan kechirdik biz ham turkiy xalq sifatida. Bir qismimiz Yevropaga o'tib ketdi, bir qismimiz janubiy kengliklarga sochilib ketdi, bir qismimiz Xitoy kengliklarida qolib ketdi, lekin baribir mana shu katta bir hududga sochilib ketgan turkiy xalqlarning qachonlardir beshigi bitta bo'lgan. Shu eng muhim nuqtalarga, tarixiy o'tmishdagi bizni birligimizni, yagonaligimizni tasdig'i bo'ladigan eng muhim nuqtalarga to'xtalib o'tsak, marhamat. Bu tarix ham shonli, ham qonli, ham zafarli, ham mag'lubiyat. Bu hamma xalqlarning tarixiga qarasangiz baribir yaxshi, xuddi nur bilan soya yoki kun va tun, yaxshilik bilan yomonlik bor bo'lganda, turkiylar tarixi haqida gapirganda bizlarga o'rgatilgan tarix haqida ko'proq gapiramizda. Lekin meni ishonchim bu tarix, biz bilgan tarix bu birlamchi tarix, bu ikkinchisimi, uchinchisimi deb men hisoblayman. Yana biz bilmagan bir qaysi kitobda o'qiganman, har birimiz kitoblarda aks etgan, mana bugungi zamonaviy texnologiyalar orqali filmlarda aks etgan, kitoblarda, qo'lyozmalarda va xalqli asotirlarda, miflarda, dostonlarda aks etgan tarixni bilamiz, lekin yana bitta joyi bor. Biz bilmaydigan tarix ham bor. Bir Javharlar Nuru yozganidek, shu 19-asr, 20-asrda tarixini g'oliblar yozganda. Bizni yengan xalqlar yo'q. Hindistonni mag'lub etgan, u shu ma'noda aytganki, tariximizni mana inglizlar yozib berdi. Endi biz o'zimizni tariximizni yaratishimiz kerak degan bilan. Bizlar ham mana shu bunday qarasak, bizning tariximizni turklar tarixi falon asrdan boshlangan deganini kim aytgan desangiz, albatta bizni bobolarimiz emas. Shu bizning tariximiz, ayniqsa mana bu yevrosentrizm degan g'oya atrofida birlashgan o'sha g'arb davlatlari, boshqa davlatlar, ular shu tarixni bizga mana shu sen tarixiy falon paytdan boshlangan. Yana bir gapni aytmoqchimanki, xuddi hammamiz bani insoniyat odam ato imom havodan boshlangan edik. Hammamiz o'shandan boshlanganmiz. Va mana bu hozir bugun o'zbek, qozoq, turkman, o'g'uz yoki Ozarbayjon bo'lib nomlari qancha ko'payib ketgan bo'lsa ham, baribir bularning tarixi bitta ota-onadan boshlangan. Qayerdadir boshlangan. Keyin yana bitta narsa, men bu tarix bilan qiziqib boshqalar shug'ullanmagan bir narsa bilan turklarning izini dunyo xaritalaridan, qit'alaridan, mamlakatlardan qidirganman. Boyagi bu birinchi tarix emasligini shunda sezganman. Turklar turk tili bilan turkcha nomlarni muzlab yotgan Islandiya oroliga kirsangiz,
xaritasini ko'rsangiz, man Kanadaga bordim, boshqa joylarga bordim. Bu haqda kitoblar ham yozilgan. Mana o'sha Meksikadagi sivilizatsiya tamaddunlardagi o'sha turkcha nomlar qolib ketgani bor. Bunday e'tibor bersak, nimadan sezasiz? Hamma birlamchi so'zlar, ya'ni asosiy atamalar bir bo'g'indan iboratda. Bosh, ko'z, til, yer, ko'k, bularni buzilishi juda qiyin-da. Qiyin. Shuning uchun o'sha so'zlarni mana Islandiyani aytdim. Islandiyada ko'llarning nomi oxiri ko'l bo'lib tugaydi. Xuddi Issiqko'l, Bayko'l, Boyko'l deganday, ularning ham oxiri ko'l. Yoki daryolarning nomi Chay. Bizlar arab imlosiga o'tganimizdan keyin tariximizda eng jiddiy biza e'tibor beradigan yana bitta narsa bor. Arabcha imloga o'tganda ko'p so'zlarimiz buzilgan. Mana u chochni hozir soch deymiz. Soy deymiz, aslida choy. Xuddi Qarachoy bor. Turkiyadagi hamma daryo, kichkina daryolarning oxiri chay hammasi. O'sha ma'noda biza birlamchi so'z birlashtiradigan til, birinchi til. Bizani birlashtirib turgan nima desangiz, til. O'zgargani bilan bir joyga masalan nima uchun til o'zgaradi, shuni ham qiziqib o'rgangan olimlar bor. Hatto bir fan bor, bizga hech yetib kelmagan fan. Inson qayerda tug'ilishiga bog'liq deydi. Buni yuz tuzilishi, tili, sovuq shimoldagi joylarga borganda ko'zlar qisilib ketavergan. Sovuq ta'sirida qisilgan va doim muntazam qisib yurgandan keyin ko'zlar qisilib qolgan. Bu mayda chuydaga o'xshaydi. Hatto bir narsani o'qiganman, sen deydi yosh paytingda masalan o'zbek bo'lasan, lekin Fransiyaga borib qolasan taqdir taqozosi bilan va faqat fransuzcha gapirishga majbur bo'lasan. Ana shu til, mana bu lab qimirlashi seni yuzingni o'zgartiradi. Ana shu o'zgartirishlar turklar tarixini buyukligini biz aytamiz, shularni avlod sifatida, lekin dunyo tan olgan buni. Yevropadagi, umuman dunyodagi juda ko'p shu tarixni xolis o'rgangan tarixchilar dunyodagi eng katta davlatlarni, eng buyuk davlatlarni turklar tuzganligini, masalan bu yog'i hozirgi masalan Vladivostokdan to Fransiya chegarasigacha bo'lgan katta saltanatlarni tuzgan. Shu ma'noda bizlarni birlashtiradigan birinchi til ekanligini unutmasligimiz kerak. Shu tilga bizlar til bilan birga, demak tilni namoyish etadigan adabiyot ekanini bilganimiz uchun bizlarni bugungi sharoitda bizlarni birlashtiradigan eng katta vosita adabiyot. Masalan siyosat o'zgaruvchan, lekin adabiyot, haqiqiy asl adabiyot xalqlarni baribir birlashtiradi. Baribir bir-biriga yaqinlashtiradi. Faqat shu turli tillarga bo'linib ketgan, bitta xalq bo'la turib bir necha anavlarga bo'linib ketganlik, o'shani sabablarini emas, o'shalarni yaqinlantirish uchun zamonaviy bugungi kun uchun lozim bo'lgan bir tadbirlarni, vositalarni topishimiz kerak. Bu narsalar hammasi mavjud, ilmda mavjud. Qanday qilsak yaqinlashish bo'ladi, til orqali qanday yaqinlashish bo'ladi. Chunki yaqinlashish haqida ko'p gapiramiz. Bu hammamizni istagimiz, lekin bu juda murakkab jarayon, juda og'ir jarayon. Va eng og'ir joyi til. Bizni birlashtirgan til ekan, hozir nechta bo'linib ketgan bo'lsak, buni albatta masalan bu bir xalq aytadiki, meni tilim bo'lsin, bu birlashtiradigan. Ikkinchisi meni tilim bo'ladi deydi. Biz aytamiz, bizni tilimiz bo'lsin deydi. Ana shu yerda muammolar paydo bo'ladi. Bu muammolarni yechish yo'llarini topish kerak. Rahmat Xurshid aka. Mana hozir aytyapmiz, shu turkiy xalqlarning otasi, onasi bir bo'lganini eslatib turadigan asosiy ustunlardan bittasi til deyapmiz.
shu ustunlar yonida yana boshqa yana qanday bir tayanch ustunlar bor domla, tarixiy o'tmishdan kelib chiqadigan. Chunki bizni dunyoqarashimiz bir bo'lgan, mifologik kechmishimiz bir bo'lgan, folklorimizni buloq boshisi yagona. Shunaqa bir mustahkam ustunlar ko'rsatsakki, faqat tilda emas, yana yonida bir qancha bizni bog'lab turadigan sabab oqibat zanjirlari bor ekan degan bir aniq tasavvur bersak degandim ozgina. Xurshid aka asosiy mohiyatni aytdi. Biz o'sha Turkiya xalqlari tarixiga nazar tashlaganimizda bu tarixda bir yaxlit bitta tarixdan iborat ekanligini ko'rishimiz mumkin. Shu mashhur faylasuf, tarixchi Karl Jaspersda gapi bor. Xurshid aka, insoniyat tarixini deydi, bo'laklarga bo'lib o'rganib bo'lmaydi. Bu yaxlit bir tarix deydi. Men nazarimda nafaqat insoniyat tarixi, turkiylar tarixi ham bevosita o'sha yaxlit bir tarix. Uni bo'laklarga bo'lib o'rganganingizda to'liq o'rgana olmaysiz. Hozir Xurshid aka aytdi, biz turkiylarning tarixini, xalqimizning tarixini boshqa manbalar asosida o'rganib keldik dedi. Juda ham to'g'ri. Biz shu paytgacha xohlaymizmi, yo'qmi, o'zimizni tariximizni, Turkiya xalqlari tarixini boshqa bir manbalar, aytish mumkinki ikkilamchi manbalar, mohiyat to'liq ochib berilmagan manbalar orqali o'rganib keldik. Bu yerda turli tarixchilarni o'sha yozganlarini keltirib o'tishimiz mumkin, xorijdagi, yaqin qo'shni davlatlardagi, hokazolardagi. Lekin shu bilan bir vaqtda ayni paytda juda ko'p manbalar mavjud. Birinchi manba Xurshid aka aytayotgandek til bu. O'sha turkiylarda bitta xalq, dini, tarixi, madaniyati bitta xalq ekanligini urg'ulaydigan birinchi jihat til. Shu til tarixiga nazar tashlagan, til tarixini o'rgangan olimlar shu turkiy tilga to'xtaladi. Mana Qashqariyning merosi nima uchun biz o'zbeklar ham, qozoqlar ham, qirg'izlar ham, turkiylar ham, masalan deylik, ozarbayjonliklar ham, boshqa dunyodagi jamiki o'sha turkiy xalqlar chuqur o'rganadi va o'zini bir meros sifatida qadrlaydi. Sababi o'sha Qashqariy va undan oldingi manbalar ham bu turkiy o'sha yodgorlik manba hisoblanadi. O'sha Turkiya xalqlari barcha o'sha lahjalariga, shoxobchalariga xos bo'lgan jihatlar to'la o'zida ifodasini topgan. Ikkinchi bir jihat urf-odat, an'ana, qadriyatlar. Mana biz Navro'zni misolni olishimiz mumkin Xurshid aka. Shu Turkiya xalqlarida urf-odatlari, qadriyatlari nafaqat o'sha qadimiy ekanligini, boy ekanligini va bugungi kungacha yashab kelayotganligini. Yana ko'plab masalan deylik, mana til orqali yuzaga keladigan o'sha manbalardan yana bittasi bu xalq og'zaki ijodi. Xalq og'zaki ijodi hali yozma adabiyot yuzaga kelmasdan oldin turkiylarda badiiy so'z san'atini eng yuksak namunasi bo'lgan. O'sha Alpomish dostoni, Gurughli, Manas, Qo'blandi Botir, hokazo ko'p, endi buni sanog'iga yetish qiyin. Birgina Alpomish dostonini 50 dan oshiq variantlari bor deyapmiz. Bugungacha variant o'zbek variantlari. Buni ko'plab versiyalari bor. Gurughlining ham o'sha ko'plab variantlari, versiyalari bor. Manas dostoni mana eng katta doston hisoblanadi dunyodagi eng katta o'sha badiiy so'z san'ati namunasi. Shunga o'xshagan dostonlarni o'rganganimizda o'sha motivini o'rganasizmi, obrazini o'rganasizmi, qadimiy ekanligiga, o'sha xalqni tarixi bilan chambarchas bog'liq ekanligiga va eng muhim jihat bunaqa eposlar davlatchilik shakllangan xalqlarda mavjud bo'lganligiga guvoh bo'lamiz. Alpomishga o'xshagan, Gurughliga o'xshagan, Manasga o'xshagan eposlar davlatchiligi bo'lmagan xalqda shakllanmaydi. Demak, ham tarixi qadimiy, buni o'sha tillar, o'sha urf-odatlar, u yerdagi motiv, syujet, hokazolar asoslab turgan bo'lsa, bu eposlarni aytish mumkinki dunyoning eng zo'r manbalariga, shu xalq og'zaki ijod namunasi bo'lsin, Ramayana, Mahobharat bo'lsin, Gomerda Odisseya, Iliyada dostonlari bo'lsin, hokazo, istagan o'sha xalq og'zaki ijodi namunasiga qiyoslasak, baribir bu badiiy jihatdan mukammal, qadimiy jihatdan o'sha qadimiy motivlarni saqlab qolgan namuna sifatida haligi ko'rishimiz mumkin. Bunga o'xshagan haligi manbalar juda ko'p. Ikkinchisi o'sha Xurshid aka juda yaxshi biladi, yaxshi tarixchi, nafaqat katta shoir, balki tarixni juda yaxshi biladigan bir olim sifatida men bilaman Xurshid akani. Shu ko'plab manbalar, mana o'sha Ulug'bekda Turk ulus tarixini olasizmi? Abdulg'oz Bahodirxonning Shajarai o'sha tarakomasini, Shajarai turkini olasizmi? O'sha Rashididdinni olasizmi? Boshqa manbalar hammasida o'sha tarix birma-bir o'sha ibtidodan to o'sha
o'zini davrigacha bo'lgan tarix yoritilganligini guvoh bo'lamiz. Hozir Xushtaka aytgandek o'sha Rashidin haligi Abdulg'ozi Bahodirxonda ham, o'sha Ulug'bekda Turk ulus tarixida ham, boshqa manbalarda ham turkiylar tarixi o'sha Odam otaga, Momo Havoga, o'sha Nuh payg'ambarga borib taqalishini, o'sha Nuh payg'ambarning o'g'illari, o'sha Yofas, o'sha Som, Yofasga, keyin Yofas farzandlariga borib taqalishi haqida bejizga keltirmayapti. Bu turkiylar tarixi. Hozir bugungi kunda mana shu tarixni yaxlitlikda, birgalikda o'rganishga juda katta ehtiyoj paydo bo'ldi. Chunki bugun bo'layotgan o'sha o'zgarishlar aytishimiz mumkin, siyosiy, madaniy, masalan, Turkiyalar o'rtasida birlik, yaqinlikda yuzaga kelishi, bu tarixni yaxlitlikda, birgalikda o'rganish ehtiyoji yuzaga kelganligini ko'rib turibmiz. Shuning uchun bugun ehtiyoj bor va bugun juda ko'p haligi imkoniyatlar ham bor. Shuning bir vaqtda Xushtaka o'zingiz yaxshi bilasiz. Mana ko'plab o'sha tarixiy arxeolog topilmalarni qiyoslash o'rganib, bu xalqning tarixini bilish mumkin. Genni o'rganish orqali bu xalq qaysi xalq vakili ekanligini bilishimiz mumkin. Yoki bo'lmasa juda ko'p o'sha boshqa manbalarni qiyoslash orqali bu xalqning tarixi, o'sha tili qachon yuzaga kelgan, yozuv madaniyati qachon yuzaga kelgan, shular haqida masalan deylik bemalol ma'lumotlarga ega bo'lishimiz. Bekorga mana o'sha dastlabki topilgan o'sha yodgorliklar, Urxunodi badallari bo'ladimi, boshqa yodgorliklar bo'ladimi, bu Turkiyalarda o'sha tarixini ko'rsatib beradigan. Faqat biz uni to'g'ri o'qishimiz kerak, to'g'ri talqin qilishimiz kerak, to'g'ri yondashishimiz kerak. Yondashganda ham juda chuqur ichil. Mana Xitoy manbalarida bizni xalqimizning tarixi bilan bog'liq, tili bilan bog'liq, urf-odatlari bilan ko'plab manbalar keltirilgan. Biz hozir bilgani bizga ma'lum bo'lgan, hali ma'lum bo'lmagan Xitoyda qancha manbalar bor. Biz ularda o'sha Xitoy tilini chuqur biladigan, o'sha eski yozuvlar o'qiy oladigan, Xitoy hierogliflarini o'qiy oladigan o'sha tarixchi, adabiyotchi va tilshunoslarni o'sha yuborib chuqurroq o'rganishimiz kerak. Yunon manbalari bizga ma'lum bir qismi faqat. Undan ham ko'proq haligi ma'lumotlarga ega bo'lishimiz mumkin. O'zimizda ham boshqa haligi manbalar. Hatto o'zimizni mana birgina Alpomish dostonini qiyoslash orqali juda ko'p manbalar, ma'lumotlarga ega bo'lish mumkin deb. Bizga shu paytgacha o'qtirib keldi Xushtaka. Turkiya xalqlari, mana o'zbek xalqi bu yerga boshqa yerdan kelib qolgan. Agar Alpomish dostonini chuqurroq tahlil qiladigan bo'lsak, mening nazarimda xalqimiz bu yerga boshqa yerdan kelib qolmagan, Oltoyga ham kelib qolmagan. Bu yerdan Oltoyga borgan, bu yerda o'sha yozligini o'tkazgan bo'lishi mumkin. Yana bu yerga qaytib kelgan, bu yerdan boshqa tomonlarga yo'naltirilgan. Alpomish dostoniga o'xshagan manbalar bitta narsani beradi. Xalq qachon, qayerda paydo bo'lgan, qayerlarga ko'chib borganini qaytib kelgan, qayerlarga o'sha o'zlariga vatan deb bilgan. Shunga o'xshagan jarayonlar, xalqning o'sha tili bilan, tarixi bilan bog'liq, urf-odatlari, madaniyatlari bilan bog'liq jarayonlarni chuqur aks ettirish. Shuning uchun mening nazarimda Turkiy o'sha tarixni o'rganish uchun birinchi navbatda o'sha tilni, Xushtaka aytganday, urf-odatlarni, madaniyatni, qadriyatlarni, xalq og'zaki ijodini va albatta o'sha yozma adabiy, tarixiy manbalarni chuqur bilsakkina uning mohiyati kengroq ochilishi mumkin. Biz doim xalqlarning kelishini yozamiz. Men aytaman, kelishi bilan birga qaytish degan tushunchani kuzatishimiz kerak. Mana masalan yosh edik, mana hozir qaradikda, mani Samarqand tortaveradi. Bu tabiatda, insonning tabiatida bo'ladi. Xalqning tabiatida ham. Nima uchun hozir Fransiyaning chegarasigacha bo'lgan turklar saltanati yana sekin qaytadi. O'sha o'zini yurti tortadi. Qaraganda sizning yurtingiz tortaveradi. Va ikkinchisi mana qadimiy narsa, mana Alpomish haqida kelganda, men doim hamisha o'sha Mesopotamiya, Shumer miflari esimga keladi. O'sha Bilgamesh bekorga qofiyadosh emas bular. Va men bir kitobda o'qiganman, chet elda chiqqan katta ensiklopediyada o'qiganman va shundan keyin men juda ko'p narsalarning kalitini topgandek bo'lganman. Yozadiki, o'sha Shumer davlati haqida bizlar Yevropacha gapiramiz. Hozir bizlar boya aytgandek, tariximizda Yevropa o'shalar yozib bergan uchun hamma atamalarni biz Yevropacha ishlaymiz. Aslida u Shamar davlati. Mashhur Semiramida, Shamuramat bo'lgan. O'sha Samarqand bilan bog'liq joylarni ham topdim. Masalan, boyagi arab imlosi tufayli hozir Samarqand deymiz, balki Shamarkanddir. Shabarkatdir. Chunki Samariya kitobini, Samarqand tarixiga boshlagan kitobini
boshida nima uchun Samarqand deb ataladi degan kichkina bir parcha bor. Kimlar qurgan degan savolga javob izlangan, falonchi qurgan bo'lishi mumkin. Iskandar, u halbuki Iskandar kelganda shaharni o'lchatgan atrofini. Bir o'lchab kelinglar deb shahar turgan. Boshqa yoki Qoshqariyda boshqa so'z keladi. Lekin o'sha parchada Samarqandni qurgan falonchi Afrosiyob udan qatorida Yaman malikasi degan tushuncha bor. Ana shu Yaman malikasi Yevropacha aytganda Semiramida va u haqiqatdan men keyin tarixini o'rgandim. Bu yoqqa xuddi Iskandardan oldin harbiy safarlar qilgan. Va Shumerdagi o'sha dostonlar haqida gap ketgan va Shumerda yashagan, o'sha Shamarda yashagan xalq agglutativ tilda gapirgan dedi. Halbuki bilasiz buni, siz ayniqsa yaxshi bilasiz. Bu til, bunday agglutativlik faqat turk xalqlariga xos. Agglutativ deganda ko'plar tushunishi uchun aytmoqchiman, bu bizlarning baxshilarni eshitganingizda Sibiriyadagi xalqlarni shu xirqiroq ovozda kuylashlarini eshitsangiz, ana shu agglutativni bir ko'rinishi o'sha yerda. O'sha narsa ko'proq bizada tilimiz, hozir bizning o'zbek tilimiz ko'p agglutativlikdan maxsus emas. Shu hadeb isloh qilaverib uzoqlashtirdik. O'sha Boburnomani hozir boshqa tilda o'qiymiz, Yassaviyni boshqa tilda o'qiymiz. O'sha agglutativlikdan uzoqlashtirdik biz. Mana qozoqlarda bor, ularda saqlanib qolgan. O'sha uchun aytmoqchimanki, tilni o'rganish kerak. Tilda mana Sibir xaritasiga qaraymanda, o'sha uzun yana o'shada ko'p so'zlar, hatto ruslarning ham o'zi bilmaydi. Masalan, Ust-Kamenogorsk deydi. Ust o'zimizda o'sha yuqoridagi joy degani. Ust bir 27 tani sanagandim. Shu Rossiyada Ust degan boshlanadigan nomlar Ustyurt. Ha, Ustyurt o'sha tepadagi, yuqoridagi. Keyin ruslarda ko'p shaharlarning nomlarini ko'pini o'zgartirgani bilan, lekin daryolarning nomi, ko'llarning nomi ko'p o'zgarmagan. Men shularni o'qib, o'rganib, masalan, o'sha Ob daryosi, Yeniseyni hammamiz bilamiz. Yenisey, Boyko'lni misol keltiramiz. Ural degani devor degan turkchada. O'rab olish bor, O'rol. U tog'da devor. Ikkinchisi Ob daryosi bor. Ikkita daryo keladi-da. Katun daryosi, xotin daryosi. Bi daryosi, erkak daryosi birlashadi-da. Endi hozircha ruschada hozir Ob deydi, aslida Aba. Opa deymiz, o'zimizdan kattamiz. Hatto ba'zi joylarda o'sha otani ham Aba deydi. Xuddi arablarda ham Abu bor, boshqa o'sha so'z katta degani. Kattalashadi. Xotin daryo bilan ikki daryo qo'shilib kattalashib, ana shulardan, mana shularni o'rganadigan yoshlar paydo bo'lishini istayman. Chunki hamma kalit lug'atlar, eski lug'atlarda bizning tilimizda buni ham ochiq aytish kerak, baribir arab, fors ta'sirida ko'p so'zlarimiz o'zgarib ketgan. Men hatto bir narsani o'zimcha kashf etdim. Forsiy ta'sirida so'zlar, buzilgan so'zlarni topdim. Mana Turkiyaga borasiz, Qrim tatarga borasiz. Ular ovuch deydi. Ovuz deydi. Hovuzni. Bizlar nima deymiz? Hovuch deymiz. Hovuz deymiz. Bunaqa so'zlarni bittasini topganim yo'q. Men shu qat'iy o'zim ishongan bir 3 ta joyda shu narsani topsam, men o'sha narsaga ishonaman. Tarixdagi duch kelgan narsaga ishonmayman, toki 3 ta joyda shuni o'qimasam. Chunki tarixchilar ham mafkuraviy jihatdan, ham etnik jihatdan o'zining manfaatlaridan kelib yozadi. O'zimiz tariximizda mana bo'linib yotgan uch xonlik davridagi tarixni qarasangiz, Buxoro tarixchisi o'zini manfaatidan kelib yozadi. Qo'qon tarixchisi u tarafdan Xorazm, bu tarafdan ana shularni farqlay oladigan yoshlar kelishini istayman. Buning uchun o'sha lug'at, o'sha lug'at kalit. O'sha balki o'sha buzilgan so'zlar, har bitta quruq emas,
juda jiddiy bir lug'atlar tuzishimiz kerakda. Bitta o'zbek tilining izo lug'ati bu zamonaviy lug'at. Biz o'zimizni ota-onamizdan kelgan so'zlarni, bizlarning eng katta fojiamiz tilga tilni tozalaymiz deb tilni qoni, joni bo'lgan shevani yo'qotdik. Bu sheva bu lahja emas, ana votti deydi, u boshqa narsa. Bu sheva tilni boyligi. Mana bitta chechak o'sadi-da Nurotada. Nurota xalqi uni bir nom bilan atadi. Boysunda o'sadi. Boysun xalqi uni boshqa nom bilan yoki Chortoqda o'sadi. U yerdagi xalq o'sha chechakni boshqa nom bilan ataydi. Va chechakni bunaqa o'zingiz bilamiz-ku. Chelak, paqir, bunaqalar ko'p, norvon, shoti deb o'xshagan biz tozalaganmiz va tilimizni boshqa xalqlar bilan birlashtirib turadigan so'zlarni ko'pini yo'qotganmiz. Ana shu narsadagi shular bilan shug'ullanadigan tilni hozir siz aytgandek o'sha Xitoy tilini hozir eski o'sha Shumer tillarini o'rganadigan mutaxassislar kerak. Mutaxassis bu eng muhimi o'sha yoshlar shuni jalb qilish kerak. Shunga bir qanaqadir ko'mak berish kerak, ularni shu tillarni o'rganib, o'zimizda imkoniyat bo'lmasa boshqa joylarda o'qish imkoniyati bor. Juda bu turk tushunchasi shu darajada o'sha Yaponiya bilan ham, Koreya bilan ham ularda ham shuncha ko'p turkiy so'zlar saqlanib qolganki, bu dahshatda o'sha bu kalit. Ana shu kalitlarni biladigan, o'rganadigan yoshlar kerak. Shanoz ham bir Xushtagani gapiga bitta gap qo'shimcha qilmoqchi edim. Qo'shimcha emas, endi fikr berdi Xushtagani fikrlari menga. Birinchi jihat aslida turkiy birlik degani shu. Shu tildagi so'zlardan umuman tildagi so'zlarga juda katta odamning yuragida muhabbati bo'lishi kerak. Birinchi turklikning belgisi men nazarimda shu. Ikkinchisi shuni tarixi bilan qiziqish, o'xshashligi bilan qiziqish, uni istifoda qilish, iste'molga olib kirish menimcha bugungi kunda uchun eng muhim bo'lgan jihatlardan biri. Ikkinchi bir jihat Xushtagi to'g'ri aytdi. Shu mana Shumerlar tarixi umuman o'sha Bilgamish doston haqida juda ko'p manbalar. Mana men bu gapni ko'p aytganman, shu yerda yana takrorlashni istardim. O'tgan asrda 50-yillarda Xushtagi mana bu amerikalik ikkita olim Melman Perri bilan Albert Lordlar fanda bir inqilob qildim deganda, bor yo'q inqilob nimadan iborat edi? Ular shu Amerikadan o'sha Yevropa mamlakatlariga kelib, Yugoslaviyaga kelib, boshqa mamlakatlarga kezib, o'sha so'nib borayotgan bir baxtchilik san'atini o'rgandidagi Gomerni shoir emas, baxshi ekanligini isbot qildi. Endi isbot qilganda ham shuni isbot qildiki, fan buni tan oldi va Gomer baxshi ekanligini tan oldi. Uni epik formulalarga asoslangan holda, tilga asoslangan holda isbotladi va shu Melman Albert Lord o'sha baxshi haqida degan kitobida bitta zo'r yaxshi ma'lumotni bergan, biz uchun muhim ahamiyatga ega bo'lgan va chuqur o'rganishimiz, tadqiq qilishimiz kerak bo'lgan yo'nalishni berib ketgan mening nazarimda. Aytadiki, bu doston deydi, Yunonlarda dostoni emas deydi. Bu dostonni deydi, naryoqda o'sha Shumerlardan kelib qolgan doston bo'lishi kerak biz taxminimiz bo'yicha, chunki o'shanga aynan Bilgamishga o'xshab ketadi degan o'zlarining taxminlarini, farazlarini ilgari surib ketadi. Shumerlarni yaxshi o'rgangan bir qancha olimlar bor, o'sha Ragozinani Historiya Xalliyani, Xalliya tarixi degan kitobida, 2 tomlik kitobida. Shu Shumerlarni Bilgamish dostoni aslida bu yerga u Oltoydan turkiyaliklar olib keldi degan qarashda farazlarni ilgari suradi. Xuddi shunga o'xshagan manbalarni biz chuqur o'rgansak va mana Bilgamishni Alpomishga qiyoslasak, Manasga qiyoslasak, boshqa va tilni qiyoslasak, mana Xushtagi aytganda o'sha ko'p narsalar oydinlashadi fanga. Biz hali bilmagan jihatlar oydinlashadi va yana bir jihat bu narsa bizga g'urur beradi. Shu Alisher Navoiy o'zini muhokamatul lug'atda Xushtagi shu darajada tildan g'ururlanganligini ko'rishimiz mumkin, turkiy tildan. Har gal o'qiganingizda hayratga tushasiz baribir. O'sha turkiy tildan shu darajada Navoiy bu Muhatamat lug'atda yoshligida yozishi ham mumkin edi. U Said Hasan Ardishirga maktub yozgan paytda ham yozishi mumkin edi. Lekin u paytda yozsa, uning ta'sir kuchi bu darajada bo'lmasdi.
u qator asarlarni o'sha Hamsani yozdi, o'zini dostonlarini yozdi. Ya'ni butun o'sha isbot qildi o'zining kimligini. Va shu isbot qilgandan keyin turk tilidan qanchalik faxrlanishini isbot qilib, muhokamati lug'atayinda yozyapti. Bu yerda o'sha bekarga 100 ta haligi fe'lni keltirgan yo'q, boshqa tilda uchramaydi deb. Va g'ururlanib o'zbek tili, turk tilidan shu darajada g'ururlanib. Aslida men nazarimda o'zbek deyish ham, man turklik deyish o'zining tilidan g'ururlanish bo'ladi. Bu tarixiy manbani o'qiydimi, adabiy manbani o'qiydimi yo Xushtaka aytganda o'sha baxshilardan tinglayotgan doston tinglaydimi, shu o'zini tilidan g'ururni his qilishmi deb o'ylayman. Rahmat. Hozir fikrlaringizni eshitib, 100 yil oldingi Behbudiyning bir maqolasi esimga tushdi. Oyna jurnalida aytadiki, 1913-yil yozgan. Milliy tariximizni kim yozadir degan masalani qo'yadi. Shu masala hali ham masalaligicha turgan ekan va yana bir narsa oydinlashyapti. Devon lug'at turk o'z davrida yaratildi. Endi yangi bir shunaqa bir turkiy tillar lug'atiga juda katta ehtiyoj bor ekan. Vaqt demak, yetilgan shunaqa bir Qoshg'ariy boshlab bergan ishni hozirgi miqyosda va hatto undan ham kengroq miqyosda bir devon yaratish, lug'at zaxirasini, bazasini yaratishga bir ehtiyoj yetilgan ekan degan fikrga kelishimiz mumkin. Men so'ramoqchi bo'lganim sizlardan, alpomish deymiz, alpamiz deymiz, alpamsha deymiz. Turkiylarning ideali bitta bo'lganda. Bilgamish bo'ladimi, alpomish bo'ladimi? Bilgamish degani bilimdan xabardor degan, bilga degan, bilga xoqon degani ham aql egasi degani. Turkiylarda kimda aql katta bo'lsa, u hammadan katta hisoblangan. Va xuddi shu asosga bilim qo'yilyapti. Aytmoqchi bo'lganim, qachonlardir ideali bilim bo'lgan, ideali alpomish bo'lgan, qozoqmi, qirg'izmi, Oltoydagilarmi masalan. Endi ham turkiy dunyoning ideali bir bo'lishi mumkinmi yoki ularning ideallarini bir-birlariga yaqinlashtirish mumkinmi? Madaniy, siyosiy, iqtisodiy birlashuv haqida gapirmayapman. Madaniy yaqinlashuv, madaniy birlashuv haqida gapiryapman. Endi ham bizni ideallarimiz mana mahrajga tilni qo'ygan holatda, endi ham biz ideallarimiz bir bo'lishi mumkinmi? Ya'ni qozoq yo qirg'iz yo o'zbek bir-birini ko'rganda bu begona emas, o'zimniki deb qabul qiladigan darajada ideallarni birlashtirish mumkinmi? Mayli yaqin 50 yil, yaqin 100 yil bo'lsin. Bu gapingiz to'g'ri. Birinchi baribir bu yerda adabiyot va san'atni. Mana kecha Rossiyada intervideniya degan ana Yevrovideniyaga qarshi nima qilishdi boshqacha. Men ko'proq oldin bunlardan ham oldinroq o'ylaganman, baribir turkiy xalqlarni o'zini mana san'atkorlari bir yil mana yozuvchilarniki bor edi. Bu ham juda mashaqqat bilan boshlangan. Mana bizlar 92-yilda ustoz Erkinboy Rauf aka, Azim Suyum bilan borganmiz. Birinchi turkiy shoirlarning sho'lani, ya'ni bayrami bo'lgan. Mana shunday san'at bayramlari. Xalq birlamchi baribir adabiyotdan va san'atga hozirgi ayniqsa mana bu bugungi yoshlar baribir kitobdan ko'ra ko'proq mana bir qo'shiqni, bir narsani osonda bu. Lekin shu oson narsa degan narsamiz bizga xizmat qilishi mumkinligini anglab, mana shu turk xalqlari san'atini namoyish etadigan, o'sha Turkiyaning eng zo'r san'atimiz Ozarbayjonniki, eng zo'ri O'zbekniki, eng zo'rlari mana kecha qirg'izlarniki qanday go'zal qo'shiq aytib chiqdi-da. O'zbekistonniki ham bir folklor qo'shiqlar aytdi. Ana shularni har yili navbat va navbat baribir adabiyot va san'at birlashtiradi. Siyosat dunyodagi o'zgarishlarga qarab baribir o'zgarib turadigan narsa. Real imkoniyatlarimiz qanaqa? Mana siz shoirlarni, turkiy shoirlarning davralarida yurasiz, mana siz turkiy olimlarning davralarida yurasiz. Real imkoniyatlarimiz qanday mana shunaqa yaqinlashish masalasida? Bu bu suhbatda boshida aytdim, o'sha birlashish degan tushunchasi juda murakkab va juda og'ir muammolarni yechish kerak oldin. Qanday qilib taqaladigan joyi bir-birimizni tushunishimiz uchun mana hozir endi olimlar o'rta til degan narsani topishgan. Bu o'rta til ham baribir o'rtachada. Yana bir narsani ochiq aytish kerak. Buni Sovet davrida qancha xalqni rus tili
ana shu narsani topishimiz kerak. O'zimizni turk xalqlari ichida hammamiz qabul qiladigan. Bu birdaniga bo'lmaydi. Bunga vaqt kerak. Albatta. Juda katta vaqt kerak. Buni sun'iy ravishda ham yaratib bo'lmaydi. Sun'iy ravishda ham yaratib bo'lmaydi. Tabiiy ravishda tilimiz bo'layotgandek bo'linib turli o'zgarishlarga o'zgarish. Bu o'zgarish til o'zgardimi, tabiatingiz ham o'zgaradi. Keyin yana bitta narsani tan olish kerak. Turk xalqlari juda ko'p boshqa xalqlarni o'ziga singdirib olgan. Bu chunki juda katta saltanatlarni tuzgan. O'sha saltanatlar tarkibidagi davlatlar ko'plar turkiylashgan. Bu faqat bironta dunyoda sof millat yo'q dunyoda. Ruslar haqida gapirsangiz ham shu eski gap bor. Xohlagan rusini unda ko'tarib qarasang pastida tatar turibdi degan tushuncha bor. Ingliz ham, boshqa ispan ham, hammasi. Bu bironta demak biz o'zimizni mana shularni anglagan holda eng qiyini bo'lgan shu yo'lga chiqar ekanmiz. Men endi bu keyingi avlodlar birinchi navbatda shuni tushunadigan avlod bo'lishi kerak. Tushuntirib beradiganlarchi? Tushuntirib beradiganlar ham agar endi bundayda toki maktabdan boshlab, birinchi sinfdan boshlab, uydagi sharoitdan boshlab. Masalan, men o'zimdan kelib chiqaman. Nima uchun tarixga qiziqqan? Shu onamni aytadigan gaplari, biza falon odamlarning avlodimiz deb aytardi. Sen shunaqa qo'shiqlarni bironta folklor kitobida mahallagacha o'qimagan she'rlarni aytib berardi. Qaysi bobolarni, qaysi momolarni avlodi ekanligimizni bilishimiz kerak-da. Shu baribir til biladigan, boshqa tillarda, boshqa xalqlarda saqlanib qolgan, bularni anglaydigan bilaman. Hozir ko'rib gapirsa, men endi ochig'ini aytaman, ba'zan hafsalam pir bo'lib ketadi. Bu harakatlardan biror narsa chiqarmikan degan og'ir o'yga ham botasiz. Bu tabiiy, bu balki meni kayfiyatim tufayli, balki internetda bilib gapiradigandan bilmay gapiradigan chalanmullalar ko'payib ketgan. Tariximiz haqida shunday internetga kirdingizmi? Sizga aql o'rgatadigan to'l yotdi. Hech narsani tushuncha, bir kitobni o'qib, eski kitoblarni yoki bir eng dahshati o'sha yoshlarni chalg'itadigan internetdan bir shuni hamma narsani dunyoda qalovini topsang qor yog'ar deydi-yu. O'ylab topilsa hamma narsani yo'li bor. Shu internetdan ham to'g'riman, bu birinchi yil emas, 20 yildan beri o'ylayman. Mana shuni O'zbekistonda o'zimiz uchun nima qilishimiz kerak? Nima ishlarni ko'paytirishimiz kerak? Shu narsa hozir kitobdan shu yoqqa o'tgan bo'lsak, demak biz o'sha siz aytgan biladigan olimlarni ko'proq, hozir bilmaydigani ko'proq. Yoki bilib turib aytishga qo'rqadiganlar ko'proq. Tariximiz chunki tarix nima deganda men doim aytaman, talqin bu. Xohlagan voqeani olib, o'sha voqeada ishtirokchisiz qahramonga ham aylantirib ko'rsatishingiz mumkin. Dushmanga ham aylantirib. Shunaqa ketyapti. Bizlarni bosib olgan dushmanlar Amir Temur bunday talqin qilgan. Biz qo'rqa pisa nafas o'tirganda ba'zi biladiganlar bunday emas, bunday deb aytganlar ham bo'lgan. Ya'ni talqinni biladigan odam aytish kerak-da. Biladigan odam o'sha tarix, men istayman masalan ko'proq mana ijod maktablari bilan qatorida tarix bilan bor. Faqat adabiyot bilan emas, tarix shu o'sha maxsus nechinchi sinfdan 7 sinfdanmi sof tarix bilan shug'ullanadigan darsliklarimiz bormi, zaxiramiz bormi? Yo'q, hozir shu bundayda ijod maktabi Samarqandda nima uchun bir o'sha yerda o'tgan qancha Abdurazzoq Samarqandiy boshqa hech bo'lmasa bitta
Samarqand, Buxoro, Qo'qondami tarix ijod maktabi, tarix bilan bog'liq. Chunki o'shada bir narsani bir shu maqsadda bu degan narsa bo'lsa ham hech bo'lmasa 10tasidan, 100tasidan bittasi chiqsa ham o'sha maktabni yutug'i bo'ladi. Bittasi. Ibrohim o'sha Mo'minovlar o'sha bir oddiy qishloq maktablaridan chiqqan. Lekin boyaga aytganda oila bilan bog'liq joyi bor. Oila bilan albatta bog'liq. Baribir o'sha maktab, ya'ni o'zini tashlab qo'ymadi. Internet bu xuddi tashlab qo'yilgan, ya'ni bola bilganingni qil degandek joyda, bilgan bilmagan. Lekin tan olishimiz kerak, shu internet yoshlarni boshqaryapti hozir. Buni yo'q unday emas, bizlar yo'q. Internet boshqaryapti buni, butun dunyoni eng katta anavilar shu biladigan, shu ish bilan shug'ullanadigan hamma kuzatib turibdi. Kuzatib, ko'rib turibdi. Ertaga bundan dahshati sun'iy aql, intellekt boshqara boshlaydi. U boshlagan boshqarishni. Boshqarishi va tariximizni ham o'shalar tortib oladi. Agar biz qo'yib bersak, agar shu o'shanga o'sha sun'iy aqlni ham baribir yaratgan odamni unisidan biz masalan mana internetni farqini aytaydi. Mana men kiraman, noyob bir arxivlar bor. Kiramanda fransuz tilida bo'ladi, ispan tilida, ingliz tilida bo'ladimi? Aytaman, shuni menga ruscha tarjima qilib bergan. Nima uchun ruscha deyman? Nima uchun o'zbekcha demayman? Chunki internetda o'zbek tilining bazasi zaif. Demak, biz shuni kuchaytirishni qilishi mumkinmi? Nima uchun ular qilgan ishni rus tili biz qila olmaymiz? Tilimiz boy. O'shunday foydalanish kerakki, qozoq ham, o'zbek ham, shuni agar o'sha bazani kuchaytirsak, bizda kompyuter lingvistikasi degan yo'nalish bor Xushdagi. Bizlar- Bir 10 yil oldin boshlagan, lekin hali bir qadam ham oldinga yurgani yo'q. Aynan uni shu qiladigan ishi til zaxirasini internet tarmog'ida yaratib berish. Lug'at zaxirasini. o'sha ma'noda aytyapman, biz faqat men bitta misol tariqasida bu imloviy so'z boyligini aytdim. Undan tashqari boshqa narsalar bor. Agar shunday ketsa, agar bu ming bir urinishimiz bilan ular kuchliroq harakat qilyapti. Bu narsalar bekorga yaratilmayotganini ham tushunishimiz kerak-da. Desak, nima yallaba yorimda xuddi bir paytlar Xiva xonni oldiga chet eldagi razvedka kanallari kelishim kitobda bor. Bu yaqinda sizlarni bosib olishadi. 50 yildan keyin. Qancha vaqt bo'lsa shuncha yilda hali ko'p ekan deganda, yana o'zini maishini agar biz ham hali nima bir hech narsa bo'layotgani yo'q deb yuraversak, ertaga yoshlarimizni boy berdikmi, tarixingizni ham boy berasiz, ilmingizni ham. Bu faqat butun mana bu birlashish g'oyalari hammasi ketadi. Chunki boshqalar boshqaradi. Va tan olishimiz kerak. Birlashishni biz istaganimiz bilan bu birlashishga istamaydigan dushman ichimizda ham, tashimizda ham to'lib yotibdi. Bir paytlar o'sha sovet paytlarida mashhur kitob bor edi. Turkiston, Chin va Rossiya oralig'ida degan kitoblar. Biz u imperiyalarni oldik, yana bugun qancha o'sha birlashuvni biz istamaydigan, ya'ni biz ularga xizmat qiladigan davlat bo'lishimizni istaydiganlar, tilimiz ularga, yoshlarimiz ularga xizmat qilishda buni ham tan olishimiz kerak. Birlik, istak, buyuk istak. Lekin bu istak uzoq yillar o'sha Hodi Toqtosh aytgandek muhabbat go'zal narsadir va uni har bir yurak, har bir avlod, mana siz Mahmudxo'ja Behbudiyni so'zini aytdingiz. Orzularni aytdingiz. 100 yil, bir asrdan ko'ra oldinroq yozilgan. Men hozir bir narsani kuzatyapman. Bizlar yoshligimizda boshlagan ishlar hozir yana qaytadan boshlanyapti. Bu nechta avlod yana qayta, agar shunday bo'lsa qayta har bir narsani yana qayta. O'sha bizlar tarixni bilish uchun kitoblar chiqara boshlaganmiz, o'qiganmiz, yoza boshlaganmiz. Birdan unutildi-da, oraliqda yana hozir qarasam shu bizlar nima o'yda bo'lgan bo'lsak hozir. Demak, bu avlod ham ketib, ertaga yana bitta avlod kelib,
Ha, birlashish o'sha muhabbatda Bu narsa hammamizni yaxshimi yo o'rtada kuchlar isrof bo'lyaptimi? Kimimsiz harakatga bitta bog'liq. g'ildirakni qayta yarataverib. Bunga jiddiy qaramagan, jiddiy qaramasak, millat sifatida o'sha turk millati sifatida faqat O'zbekiston bilan bog'liq emas. Bu katta, o'sha uchun ham bu yerda bu orzular ko'proq shu ma'rifatchilar, ziyolilar doirasida qolib ketmasligi kerak. Shunday kuchli siyosat paydo bo'lishi kerak-da. O'sha bu narsani, shu siyosatni anavilari bor. Turkiyada ham, bizda ham, yon atrofimizda ham shuni asoratlari bor, shu siyosiy jihatdan. Lekin u ziyoli qatlamga, ma'rifiy qatlamga qolib ketsa, bu o'sha muhabbatga aylanib, yangilanib turaveradi. Shahnozaxon, siz aytayotganda ehtiyoj hamma davrda bo'lgan. Qashqariy zamonida ham bo'lgan, Navoiy zamonida ham bo'lgan, shu jadidlarda zamonida ham bo'lgan, bu ehtiyoj ham vaqt bo'lgan. Qashqariyda devon lug'at turk yozilishiga turtki bergan narsa bu o'sha birlikni his qilgan, ehtiyojni his qilgan. Navoiyni Muhokamatul Lug'atayn asarini yozishganman. Fors tili, boshqa tillar hukmron bo'lib turgan bir paytda, odob haligi darajasida bo'lib turgan paytda turk tilida asar yozishi, uni birinchi navbatdan haligi juda katta bir haligi shoir, alloma bo'lganligi bilan bir qatorda ehtiyojdan kelib chiqqan narsa. Ehtiyoj bo'lganligi uchun. Va o'sha o'tgan asrda boshida o'sha milliy uyg'onish davri adabiyoti vakillari ham, o'sha jadid adabiyot tegishli vakillari ham urg'uni mana shu ehtiyojdan kelib chiqqan. Nima uchun ular birlashtirish uchun Turkiya davlatlarida tilga e'tibor bergan. Respublikaning alohida da'vat maktubi bor qozoq bovurlarga. Folklorga e'tibor qaratishdi, urg'u bergan va birgalikda o'sha adabiyotni o'rganish. Bu lekin ehtiyoj 21-asrda boshqacha bir shaklda, kuchli bir shaklda yana maydonga kun tartibiga keldi. Bugun bu ehtiyojni bilmaslik, zamonni bilmaslik, zamondan orqada qolish. Faqat bugun anglanadigan narsa Xushdek aytayotganday, zamonda yoshlari ham, biz ham bu ehtiyojni bilim orqali anglashimiz kerak. Juda chuqur bilim. Bilim til bilan bog'liq, tafakkur bilan bog'liq. Albatta til tafakkur bilan bog'lanadi. Bugun haligi ChatGPT deyapmiz, sun'iy intellekt deyapmiz. Xohlaymizmi yo'qmi, sun'iy intellekt bu bugungi o'sha texnologiya tafakkur bilan bog'liq. Tafakkur esa til bilan bog'liq. Biz ko'proq nimaga bugun e'tibor qaratyapmiz? Xorijiy tillarni o'rganishga e'tibor qaratyapmiz. Aslida bir narsani chuqur bilishimiz kerakki, biz o'zimizni ona tilimizda chuqur bilsakkina, xorijiy tillar shu qadar chuqur bilamiz. Biz o'zimizni ona tilimizni bilsakkina, shu tilda tafakkur qilsakkina, biz tafakkurimiz bugungi zamonda tafakkur bilan tenglasha oladi. Shuning uchun mana birinchi o'sha tamaddun davrida ham, ikkinchi tamaddun davrida ham tamaddunni yuzaga chiqarishga sababchi bo'lgan, omil bo'lgan narsa aslida adabiyot bo'lgan. Til bo'lgan sababchi bo'lgan narsa. Shuning uchun ham bugun agar biz yangi tamaddun yaratmoqchi bo'lsak, bu faqat O'zbekiston uchun emas, butun turkiy dunyo uchun yangi bir davr boshlandi. Birlashish va birlashish orqali yuksalish davri boshlanyapti. Shunda tilni o'rnini anglash, tarixni o'rnini anglash, folklorda o'rnini anglash men nazarimda eng juda ham muhim bo'lgan faktorlardan biri. Shuning uchun men nazarimda bu ehtiyoj edi. Buni anglashimiz kerak va siyosiy tomoni ham bor albatta. Biz agar so'nggi yillarga qaraydigan bo'lsak, turkiy davlatlar o'rtasidagi birlik, jipslik kundan kunga mustahkamlanyapti. Hatto aytish mumkinki, ko'z tegmasin, yaxshi haligi natijalarni beryapti deb aytishimiz mumkin. Mana O'zbekiston o'sha turkiy davlatlar hamkorlik kengashiga a'zo bo'ldi. Keyinchalik bu kengash masalan deylik turkiy davlatlar tashkilotiga aylandi. Va mana shu yerda bir qancha o'sha O'zbekiston tomonidan takliflar ilgari surildi. Birinchi takliflardan bittasi o'sha tarixda, turkiy tarixni yaxliqlikda o'rganish masalasi. Mana alohida topshiriqlar berdi. Mana bugun shu topshiriqlar ustida ish ketyapti. Ikkinchi bir jihati mana Xushdagi o'sha Bishkekda bo'lgan Turkiy davlatlarida o'sha rahbarlarining sammitida bir taklif o'rtaga tashlanganda o'sha turkiy ellar folklor namunalarining ko'pchiligini yaratish masalasi. Mana shu
tashabbus qo'llab-quvvatlandi. Turkiy davlatlar tashkiloti tomonidan shu tashabbus ustida ishlar olib borilyapti. Mana Ular bu necha jilddan iborat? Ozgina aniqlik berib ketaylik. bu o'zi boshida e'lon qilinganda biz taxmin qilgandikki bir 100 jild bo'lishi kerak deb, lekin hozirgi vaziyatda imkoniyatdan kelib chiqib, chunki bu Turkiy davlatlar tashkiloti o'sha Turkiy madaniyat fondi jamg'armasiga topshirgan, u tezroq o'sha bu ko'pchilikni nashr qilishni reja tutgan holda hozir birinchi dastlabki davrda bir 20 jildda nashr qilishni rejalashtiryapti. 20 jild albatta bu o'sha qahramonlik dostonlari, o'sha oshiq turkumligidagi dostonlar, ertaklar, afsonalar, rivoyatlar, maqollar, Nasriddin Afandi latifalari, ya'ni yumri bilan bog'liq o'sha latifalar bilan bog'liq va o'sha bolalar folklori, mavsumiy marosim, oilaviy maishiy marosim folklori bilan, qo'shiqlar bilan bog'liq janrlarni o'ziga ichiga qamrab olgan va shuni dastlabki jildi qahramonlik dostoniga bag'ishlangan. Bu doston birinchi jildi xudo xolasa bu yil nashr qilinishi rejalashtirilgan. Endi bu dastlab shunday taklif bildirilgandiki, o'sha biz bayonini beramiz Xurshidga deb, keyin yo'q, ko'pgina bahs munozaralardan keyin o'sha bayonini emas, to'liq matnini o'sha to'g'ri qahramon faqat uni dedi haligi ingliz yo turk tiliga tarjima qilishga imkoniyati yo'q, vaqt juda qisqa berilgan. Shundan kelib chiqqan holda so'z boshlarida izoh o'sha haligi lug'atlarida 3 ta tilda o'sha asliyatda va turkcha, inglizcha qilgan holda berib, shuni nashr qilish rejalashtirilyapti. Bu yil dastlabki jildi nashr qilinishi mumkin va bu keyingi bosqichlarda albatta buni o'sha boshqa turkiy tillarda, o'sha masalan o'zbek alpomishi deyilib, gurovlisi, maqol matallari ham Ozarbayjon ham turk boshqa tillarda ham nashr qilinsa, albatta bu loyihani amalga oshirishi men nazarimda Xurshidagi juda katta voqea bo'ladi. Bu tadqiqotchilar uchun ham, ya'ni biz aytamiz turkiy birlik, turkiy jipslik deyapmiz. Bu aslida bu namunalar, folklor namunalari turkiy birlikni, jipslikning bir eng yuksak ko'rinishi, namoyishi, shu birlik, jipslikni ma'naviy bir makoni deb aytishimiz mumkin. Shuning uchun bu narsaga alohida urg'u berilyapti. Bu alohida o'sha nashr qilinsa, men o'ylayman tadqiqotchilar uchun ham shu mana Turkiyadagi, Ozarbayjondagi, O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, boshqa o'sha turkiy davlatlardagi o'sha barcha qiziquvchi kitobxonlar uchun ham eng yaxshi bir sovg'a bo'ladi. Bu o'sha birlikni, jipslikni namoyon etadigan, ko'rsatadigan eng yaxshi bir namuna bo'ladi deb o'ylayman va bunga o'xshagan ishlarni ko'proq amalga oshirishimiz kerak. Mana Xurshid akani o'zi juda ko'p marta borgan Turkiyaga, Ozarbayjonga, Qozog'istonga, boshqa o'sha turkiy davlatlarga she'riyat festivallari bo'lib o'tyapti. Shoirlar ishtirok etyapti. Bu ham aslida juda kichkina ish emas, juda katta ish. Bu amaldagi ish. Shu turkiy birlikni, jipslikni ko'rsatadigan. Bu yerda faqat she'r o'qish haqida gap ketmayapti. O'sha odamlar masalan Xurshid aka o'zbek tilida she'r o'qiganda, Ozarbayjon shoiri Ozarbayjon tilida, turk tilida she'r o'qiganda, shu tildagi o'xshashlikni tilda zavqlanadi. Xurshid akani she'ridan zavqlanadi. Xurshid aka masalan deylik, Ozarbayjon shoirining she'r o'qiganidan zavqlanadi, turk shoirining she'r o'qiganidan zavqlanadi. Mana shu birlik. Bu turkiy birlikni, jipslikni amaldagi bir ko'rinishi deb aytishimiz mumkin. O'sha gapingizni bir esladimda, hozir bizanga esladim. O'sha Qorabog'da she'r o'qiganimda endi albatta men shu tilni imkoniyatini tushunadigan qilib o'qiganimdan keyin o'sha olib boradigan aytdiki, umuman tarjimon kerak bo'lmadi-ya deydi. Odamlar rosa shunga qarshi chalgani. Haqiqatan uni yaqinlashtirish, til ichida bunday qarasangiz, bu bilan jiddiy shug'ullansangiz, deyarli bu ana talaffuzda, ba'zi bir yozilishlarda, ana ularda farqi bor. Agar shularni lug'atlar, mana shu kitoblar qatori bir bitta adabiy jurnal paydo bo'lishi kerak. Bular shu birlashtiradi. Til. Dushmanlar masalan Rossiya Sibirni bosib olganda, Xakaslarni bosib olganda birinchi qilgan ish bilasizmi bo'lgan? Lug'at tuzgan. Xakaslarni tilini o'rganib, Bolshoy Oladakskiy slovar degan, ya'ni pravoslav diniga o'tkazish uchun tilini bilish kerak. Lekin ikkinchi tomondan kelsangiz, biz birlashmoqchi bo'lsak,
shu tillarimizni yaqinlashtirib imkoni bor. Chunki bitta ota-onadan kelayotgan til bu. O'sha faqat o'tirib ozgina nima deydi, to'g'rilab o'sha turklardagi so'z, Ozarbayjondagi so'z, ba'zan adabiy tilimizda bo'lmaydi-da, lekin xalqning orasida bo'ladi. Navoiy boni hozir o'sha muhakkamat lug'atayinda ba'zan bitta so'zni ma'nolarini keltiradi-yu, o'sha turli urug'lardagi boyligi shunda. O'sha turli bitta so'zni topsangiz hammasi, mana ba'zan shuning uchun ham lug'at, adabiyot, lug'at, so'z, til deyman. Til baribir o'shani tezroq lug'atlar tuzish kerak. Lug'atlar mana hozir aytgan adabiyotlarni ko'paytirish kerak, birlashtiradigan qo'shma bir yaxshi loyihalar bo'lishi kerak. Bu ko'proq odamni bugungi zamonaviy texnologiyalardan foydalanish kerak. Baribir istaymizmi, istamaymiz, shu narsa mavjud. Shu yoshlar ko'proq hammasi qaraydigan oynachasi bor. O'sha oynachasida birovni emas, boshqani emas, ota-onasini ko'rsin, momasini ko'rsin, o'zini ko'rsin. O'sha narsada. Ana shuning uchun biz uni boyitishimiz kerak. Bu bilan jiddiy shug'ullanish kerak. Boya til bazasini aytdim. Til bazasidan tashqari juda ko'p narsa bilan jiddiy o'ylab duch kelgan narsani emas, mana shu birlashishga xizmat qiladigan bor. Qirg'izlarda bir yaxshi film chiqdi. O'sha zahot o'zbek tiliga tarjima qilishdi. Onasini jannatga olib borgan. Ya'ni ana shular odamlar guv etib kirib ko'radi. Shunday qilish kerakki, o'sha yerda faqat butunlay dublyaj emas, o'sha so'zni eshitib turadigan qilib buni yo'llari ko'p. Ana shular orqali oddiy nima deydi? Bir narsalar oddiy bo'lib tuyulgan narsalar ba'zan katta kashfiyotlarga olib kelishi mumkin. Ana shu narsa filmlar, yaxshi filmlar birlashtiradigan. Rahmat. Bitta narsada Xurshidga hozir aytayotganda turklar quloq olishqanlik deydi-da. Quloq urgansa, ko'p muloqot qilsa, unga tarjimon kerak bo'lmaydi. Quloq ochilsa bo'ldi. Quloq urgansa haligi. Masalan, o'zbekda turkchaga, ozarbayjonchaga, qozoqcha, qirg'izchaga. Lekin biz o'sha Xurshidga 95-yildan beri o'sha Turkiyaga, boshqa Turkiy davlatlarga ko'p ilmiy anjumanlarga borib kelyapmiz. Dastlabki borganlarimizdan to bugungacha har zaman endi biroz hazillashib, biroz jiddiy bir narsani uqtirib kelamizki, o'rta turk tili deb sun'iy til qilgandan ko'ra, kelinglar shu o'zbek tilini o'rta turk tiliga aylantiraylik. Sababi o'zbek tilida, adabiy tilida o'sha qarluq shoxobchasi ham, o'g'iz shoxobchasi ham, qipchoq haligisi shoxobchasi ham mavjud. Bu tilni o'rganish, masalan, Uyg'urcha yoki Ozarbayjoncha yoki qozoqcha, qirg'izchani ham bemalol, tatarchani ham bemalol gaplashishni, tushunishni, anglashga olib keladi deb hazillashardik. Buni avvaliga biroz bizni o'sha ilmiy hamkasblarimiz hazillashib, keyingi borganlarimiz aytadiki, yo'q, gapingda jon bor. Buni o'ylab ko'rishimiz kerak, alik qilishimiz kerak. Shuning uchun men aytaman, haligi Turkiyadagi do'stlarimizga ham, boshqa ailalarga ham, agar sen hamma turkiy tilni bilmoqchi bo'lsang, o'zbek tilini o'rgan, tamom. Hamma turkiy tilni oson. Juda ko'p so'zlarni xalq o'ziga moslashtiradi. O'sha boya aytgandek, bir ko'chib o'tganda ham til o'zgaradi. Bir qanaqadir ana shu narsalarni o'rganib, o'sha til orqali eski kitoblarda shunday ekan deb ketmaslik kerak. Qidirish kerak. Mana masalan, o'sha Gerodotni tariximiz haqida yozgan kitobni har bitta so'zini ko'tarib ko'rish kerak. U ham yozib ketayotganda, to'g'ri, bizlar ba'zan tarixchilar endi u paytda mana internetda u narsa bo'lmagan. Eshitganni yozadi-da. Xuddi ruslar bosqinchilar kelganda Xiva tarixchisi Golovachovni Kulachov deb yozganda, shuning uchun ham Gerodotni o'qiganimda turkcha so'zlarni ko'raveraman. Buzilib kirgan. Buzilibki, Oks daryosi deydi. O'kuz. Biz boya forchadan he qo'shiladi, biz ho'kiz deymiz, o'zi o'kuz. O'kuz. Ho'kuzday quturib oqadigan daryo degan ma'noda. Buni hammasi so'zni tagida va har qadamda topasiz. O'sha ayniqsa toponim so'zlarda bu saqlanib qoladi. Ana shu so'zlarni shuning uchun baribir ilm birlashishni biz adabiyot deyapmiz. Adabiyotning yonida ilm bo'lmasa,
yozyapti-ku, mana Muhammad Qashqariy haqida roman yozyapti-ku. Uni kim yozyapti? Bilib yozyaptimi? Bu narsalar juda muhim. Bu narsalar ba'zan shu o'quvchini chalg'itadigan narsalar chiqib qolmasligi kerak. Shuning uchun ham tariximiz haqida yozilgan, ayniqsa umumiy tariximiz. Men hozir xursand bo'lib yurgan, buni bilasizmi yo'qmi? Bir xursand bo'lib yurgan bir voqeani ham aytay. Sovet davrida masalan turklarni o'zbek sovet ensiklopediyasi chiqdida, No'mix Kamolni o'qisam, Jaloliddin Xorazmshoh degan fojiasi bor deb yozgandi. Shunday quvonib ketdim, hozir topaman-u. She'r bo'lsa shunday mazza qilib tarjima qilaman deb. Lekin sovet paytida turk kitobni olish, topish u qayerda u? Necha yil davomida shuni orqasidan yurib oxiri Moskvada katta MVDni akademiyasi dars beradigan odam menga plyonka qilib jo'natdi. O'shani plyonkani bolalarni multfilmni ko'radigan narsaga ko'zimni shu bilan tarjima qilganman. Video film qildik televideniyada. Keyin shuncha mehnatdan qilgan qo'lyozmani yo'qotib qo'ydim. Yaqinda bir oy oldin menga Til adabiyot universitetidan bir eski papkani ichidan topdik degan qisqargan varianti bo'lsa ham radioga moslashtirib bergan ekanman. Shuna xursand bo'ldim o'qib, chunki mana o'sha No'mix Kamollar bekorga hammasini ota-onasi mana Osmonlilarni so'nggi qo'nim topgani bizani hududda Nurota. O'sha kitoblarda bor-da bular endi. Chunki bu dushman ba'zan Mo'g'ul deymiz-u, ba'zan turklarni o'zi bir-birini surib chiqargan. Katta territoriyada yashayotgan turklar ba'zan bitta gapni aytaman, bu meni o'ylab topgan ular. Turklarni mana hozir turklar katta saltanatlar tuzgan deymiz. Qani o'sha saltanatlar degan nima yengdi bularni deganda men kenglik yengdi deyman, hudud yengdi. Juda katta territoriya va ochlik tufayli ana u sifatda emas, shu yosh otlar baquvvat, chechaklar o'sib yotibdi, yigitlar nima qilishi bilmasdan shu bir-biri bilan surib shuning uchun hozir bu agar kimlar bir-birini surganini aytib bersam, uni bera olmay qolasiz. To'g'ri. Mana Temur borib Hindistonda kim bilan o'zimizdan borganlar bilan, Samarqand, Qashqadaryodan borganlar bilan urushgan. Bobur borgan joyi ham o'zimizdan borganlar bilan urushgan. Aytganini qilish kerak edi. Delhi sultonligi. Yo'q, men buni yomonlamaymiz. Buni tushunsangiz, chunki bu katta hududda yoyilganda bu. O'sha paytda bu yerda hudud, u yerda ham bo'lgan. Rossiyani bunday chizib bergan O'zbekxon. Ungacha borganlar borib o'lponni olib yuravergan bu. Lekin davlat tizimini shakllantirgan O'zbekxon. Bitta ikkita qishlog'i bo'lgan, shahari ham bo'lmagan ularni. Yo'q, bu Temur ular tarixchilar yozadiki, go'yo Moskvaga borganda bir ikonani ko'tarib chiqdi. Oddiy bir qishloqcha bo'lgan, yog'och uylar bo'lgan. Keyin Temur qish yaqinlashib keladi. Shuncha qo'shin bilan qish yaqinlashib qolyapti. Shartda oladigan narsani olib Qrimga borib dam olgan. Yana bitta narsani aytib ketay sizga, mana men tilim bunga aloqasi yo'q. Masalan, hozir bir-birini tushunish turklarni oldin buni masalan o'sha Boyazid bilan Amir Temur masalasida tushunish juda qiyin edi. Men buni doim shug'ullanib kelganman-ku. Lekin so'nggi 15 yil ichida turklarda ham tushunish bo'ldi. Va kim aybdor emasligi haqida ular ham bemalol, chunki manbalar bor-da. Ular ba'zan manbalar rad etib, faqat Temur Bo'g'onani o'qigani hozir tarixchilar ham tushundi. Ya'ni bu ziddiyat shunday og'ir oqibatga olib kelganiga kim sababchi? Hammasi kitoblarda ana shu tushunish. O'sha kitoblarni, o'sha tariximiz hammasi saqlanib qolgan. Temur Bo'g'onning yon tarixchisi, Boyazidning yonida yurgan tarixchi hammasi yozgan. Qanday munosabatda bo'lgan? Temur Bo'g'oni Boyazidga nisbatan juda ulkan izzat ikromlari hammasi
bizlar tarafidan emas, o'sha yonida yurgan tarixchilar. Buni tushunish boshlandi. Agar biz birimizni tariximizni, biz u bilan urushganmiz, bu bilan urushganimiz emas. Mana shu tushunishga. Ba'zan eng yomon urush bilasizmi? O'sha aka-ukalarning urushi bo'ladi. To'g'ri. Begona bilan uncha aka-ukani o'zi hozir oddiy mana shu o'zimizda eshitib yuramiz. Aka-ukalar urushsa, bu ana shu narsalarni tushunish. Chunki zamon o'zgardi. Ko'p davlatchilik, millat, boshqa narsalarni boshqacha tushuna boshladik. Va mana qara oxiri shunga keldiki, agar biz birlashmasak, bu dunyoda birlashmasak, bizdan-da kattaroq kuchlar bizni yengib qo'yishini buni ham aytish kerak. Parokanda qilib tashlaydi. Ana shu tushunish ilmda, adabiyotda tobora kuchayib borish kerak. Va baribir yana yoshlarga qaytamiz. Chunki bizlarni ertaga bizlar bugun ha deb turganimiz bilan shu ishni davom etadigan, shu tushunishni yana balandroq nuqtalarga olib chiqadigan avlod kelmasa, nima deydi? Boya aytganimdek, holat takrorlanib kelaveradi. Xurshid akaning gapini eshitib turib bir narsa yodimga keldi. Biz shu Olponish dostonlarida, Manasda ham, Gurovli boshqa dostonlarimizda ham aslida millat parakandaligi tashqi dushman bilan kurashda emas, o'sha Dada Qo'rqut dostonida, o'sha kitobida. O'zi bilan o'zi kurash. Hatto o'sha irq bitigi boshqa o'sha tarixiy yodgorliklarda ham turk bilan urushganligini ko'ramiz. Ya'ni turkka hech kim teng kela olmagan. Birinchidan Xurshid aka aytayotgandek, juda katta hududga egalik qilgan va ichki nizolar, ichki bir-biri bilan urushlar juda ko'p bo'lgan tarixda. Va shu narsa o'sha ichki o'sha nizolar yemirilishga olib kelgan, parakandalikka olib kelgan. Buni bilgan odamlar. Buni ziyolilar ham, donishmandlar ham, muhim baxshilar ham bilgan. Baxshilar kuylagan dostonda eng muhim beradigan haligi fakt deymizmi, inglizcha aytganda message deymizmi, beradigan narsa millatni parakandaligini oldini olish uchun birlashish kerak. Turkiyalar qachon birlashgan bo'lsa, yutuqqa erishgan, qachon birlashgan bo'lsa, muvaffaqiyatga erishgan, ungilarga hech kim bos kela olmagan. Haligi hadis sharifda bir haligi kelgan gap esimga keldi. Muhammad payg'ambarimiz aytgan ekanda, qiyomat qoyim bo'lishini istamasalaring, hali ko'zi qisiq bo'lgan turklarga qarshi bormanglar. Ular bilan hech qachon urush, ularga hech qachon qarshi urush e'lon qilmanglar degan ekan. Bu nimani dalolat beradi? Turkiylarda o'sha paytdagi qanchalik haligi bo'lganligini. Lekin bitta faktki, turkiylar asosan qayerda bo'lgan bo'lsa, shu birlashish oqibatida hokimiyatni mustahkamlagan va adolat o'rnatgan. Buni endi bugungi kunda anglash uchun yana tarixiy vaziyat yuzaga kelyapti. Turkiy birlik, jipslik zamoni kelganligini har bitta odam bilishi kerak. Bu birlik shunchaki haligi katta haligi varaqlarda, hujjatlarda bo'lmasi kerak. Har bir o'zini turkman deb, turkiylar avlodidan hisoblagan odamning qalbida bo'lishi kerak. Shuning uchun uni so'zi, gapirayotgan gapi, hatto harakati, odobi, axloqi, yozayotgan asari mana shu birlikka xizmat qilishi kerak. Men sizdan so'ramoqchiman. Xorijlik olimlar bilan ko'p ishlaysiz-ku. Ular ham birlashishni xohlaydimi, ziyolilari va qanchalik xohlaydi? Mana sizlarni eshityapmiz, lekin hali ular bilan gaplasha olganimiz vaqti bilan ehtimol ular bilan ham intervyular uyushtiriladi. Masalan, qozoqlar, qirg'izlar, turklar, ozarbayjonlarning ziyoli qatlamlari, shoir, yozuvchilari Turkiy dunyoning birlashishini qanchalik xohlaydi? Mana shu o'tgan asrda olaylik, Turkiyadagi o'sha yangilanish davri, o'sha Otaturk bilan bog'liq jarayonlarni. Nima uchun Otaturk yangi jamiyat qurayotganda, yangi davlat qurayotganda tilga, tarixga, madaniyatga alohida urg'u berdi. Chunki u bildi. Chunki bu xalqni ko'tarish uchun turkiy xalqlar bilan birligini, jipsligiga urg'u berish kerak edi. Shu narsaga alohida ahamiyat berdi. Va o'sha paytda Otaturkni yonida turgan tilchilar, Tatar olimlari Rossiya imperiyasidan tashlab ketib, Germaniyada yashab, keyin Otaturk shunaqa islohotlarni boshlaganda turk oilasi nima? Turk davlatchiligi nima bilan shug'ullangan ikkita buyuk Tatar olimi kelib,
yonida turib maslahatchi bo'lib va faqat tatarlar emas, o'sha o'zbeklar ham o'sha yerda borgan. Xuddi bir paytlar ko'p sultonlar tarixini o'qisangiz, bu yerda agar bir zulm bo'lgan bo'lsa, masalan Ulug'bekka nisbatan, lekin Ulug'bekni butun shogirdlari Aliqushchilar o'sha yoqqa borib mana o'qigan. Ozarbayjondagi o'sha davlatchiliklar qayerda bo'lsa o'shalardan panoh topgan, bir-biriga baribir panoh topib borgan. Otaturkni doim aytaman, Otaturkning yonida turgan olimlarni Otaturk tushungan shuni va shulardan foydalanib haqiqatdan mana kitoblari chiqdi. Men hammasini olib o'qidim. O'sha turk oilasi nima, turk oilasiga bag'ishlangan turk davlatchiligi hammasini turk Tataristonda kitoblar chiqqan. Bu narsalar hamisha mana shu baribir siyosatchilar mana shu adabiyotga, san'atga, ilmga tayanib, men so'zingizni bo'ldim. Shu to'g'ri aytyapsiz. Mana shu Fuat Ko'pirli bo'ladimi? Zaki Validiy To'g'anmi, Ziya Ko'kalpmi, hammasi mana shu birlikka qarab intilgan. Mana Fuat Ko'pirlining juda ko'p o'sha. Hozir qanday damlar? Hozir ham bu jarayon bitta misol aytaman. Mana Turkiyada Vahid Turk degan olim bor. Siz yaxshi bilasiz, muzeyga bir necha marta kelgan, bu yerga anjumanlarda qatnashgan. Shu odam umrini Navoiyshunoslikka bag'ishladi. Navoiyning asarlarini tarjima qilishga va tadqiq qilishga bag'ishladi. Shu odam o'tgan yil masalan bir kitobini e'lon qildi. Turk dunyosining qutb yulduzi Alisher Navoiy haqida. Bu Navoiyga muhabbat emas, bu faqatgina. Navoiyga cheksiz muhabbati bor. Men olimlarni ko'p ko'rganman, lekin bu qadar muhabbati bo'lgan olimni men endi kamdan kam ko'rganman. Shuning uchun Vahid Turkning yuragidagi umuman Navoiyga bo'lgan muhabbat, mumtoz adabiyotga muhabbat va birinchi navbatda turkiy tilga, o'sha turkiy birlikka bo'lgan juda katta muhabbati bo'lgani uchun shunaqa tadqiqotlar yaratyapti. Ko'p bunday olimlar, masalan, Ozarbayjonda ham bor, Qirg'izistonda, Qozog'istonda ham bor, boshqa haligi davlatlarda ham bor va bunga o'xshagan olimlarni biz to'g'risini aytsak, biz hali hammasini o'rganganimiz yo'q. Bugun biz Vahid Turkni taniyapmiz xolos. Navoiy bo'ldi. Qancha turkiy birlik haqida qancha til orqali degan. Qalam qildim degani ham shu birlik degan haqidagi gap. Albatta. Shu mana vaholanki Turkiyada biz aytamizki, Amir Temurni unchalik yaxshi ko'rmaydi deb aytamiz. Aslida Ismoil aka degan bir tarixshunos olim bor. Amir Temur haqida juda bir muhabbat bilan kitob, xolis bir haligi yozganlarini ko'rishimiz. Ko'p bunday misollar ko'p. Faqat biz hammasini ham hali o'rgana olganimiz yo'q. Men nazarimda bizni oldimizda mana tarix instituti bo'ladimi, o'zbek tili adabiyot folklor instituti, adabiyot muzeyi, sharqshunoslik, boshqa hokazo o'sha oliy ta'lim muassasalari bo'ladimi? Biz shunga o'xshagan manbalarni ko'proq birinchi navbatda aniqlashimiz kerak. Va iloji bo'lsa qo'shni turkiy tillarga tarjima, faqat o'zbek tiliga emas. Masalan, biz Turkiyadagi, Ozarbayjondagi, Qozog'istondagi, Qirg'iziston manbalar o'zbek tiliga tarjima qilishimiz bilan barobarda O'zbekistondagi manbalarni ham ayni paytda Turkiya boshqa Ozarbayjon tiliga, turk tiliga, qozoq, qirg'iz tillariga tarjima qilishimiz. Oldin ro'yxat tuzilishi kerak. Qaysi asarlar, qaysi manbalar o'sha nodir masalan o'qishda ketayotganda turkologiya yangi bosqichga chiqish kerak ekan. Albatta, lug'atlar birinchi navbatda. Lug'atlar va o'sha tarixiy asarlar, keyin san'at, filmlar. Mana bizlar Sovet paytida o'sha urushlarda qatnashgan yaqingacha o'sha filmlar qilyapmiz. Snayper qiz u, lekin o'sha Turkiya butun Antanta davlati bilan jang qilganda bu yerdan borib O'zbek Turkistondan borgan odamlar bor. Shular haqida filmlar qilish kerak, seriallar qilish kerak. Va serial qilganda ham zo'r seriallar qilish kerak. Shunga o'xshagan manbalarni chuqur o'rganishimiz kerak. Bugungi talab, bugungi ehtiyoj va qaysidir darajada biz o'zimizni zimmamizga yuklayotgan, men o'ylayman, mas'uliyat ham shundan iborat. Ko'proq o'rganishimiz kerak. O'rganganda ham chuqur bilimga suyangan holda, albatta, turkiy tillarning tarixini, bugungi holatini yaxshi bilgan holda o'rganishimiz kerak bo'ladi va shuning bilan bir vaqtda albatta butun dunyodagi zamonaviy o'sha metodlar deymiz, uslublar deymiz, umuman nazariy bilimlardan foydalangan holda. Ayniqsa manbalarda o'rganayotganda bir narsaga ehtiyot bo'lish kerak. U manbalarni olib biz o'zimizga tatbiq qila olmaymiz, to'g'ridan to'g'ri. Manbalarda masalan hatto nazariy adabiyot bo'lsin, foydalanishimiz mumkin.
o'zimizga qaysidir darajada singdirishimiz mumkin. uni muhiti boshqa. Uni muhiti boshqa. Biz manbadan kelib chiqqan holda, materialdan kelib chiqqan holda xulosalarimizni masalan deylik bayon etishimiz kerak. Va bu xulosalar albatta qaysi tomonga bursangiz ham shu turkiy birlikka, jipslikka qarab boradi. O'zi aslida mamlakat tarixi, xalq tarixi, turkiylar tarixi bu til tarixidan, so'z tarixidan iborat. Shu tarix bu yozma og'zaki ijod namunasi bo'lsin, yodgorliklar bo'lsin, bugun yaratilayotgan o'sha yozma adabiyotda namunalar, shoirlar she'rlari, yozuvchilarni romanlari, nasriy asarlari bo'lsin, shular agar yaxshi yozilgan bo'lsa, o'sha badiiy asar talabiga javob beradigan bo'lsa, o'rganilsa, albatta siz aytayotgandek turkiy birlikka, jipslikka albatta xizmat qiladi. Jarayondan ko'rinyaptiki, adabiyotshunoslar, folklorshunoslar, shoir, yozuvchilar bir-birini qo'lidan ushlagan, tutgan. Masalan, turkiy ellar folklori mana chiqyapti, xuddi shunga o'xshagan. Turk tarixiga bag'ishlangan, turkiy ellar tarixi degan bir umumiy fundamental bir tadqiqotlar, nashrlar yo'lga qo'yish mumkinmi? Faqat biznikilar emas. Yo'q, qo'yilyapti. Bu xabaringiz bor. O'sha aytdim, Bishkekda bildirilgan o'sha taklifdan keyin turk tarixini yozish bo'yicha alohida topshiriqlar berildi. Topshiriq Ustozlar Fanlar akademiyasining tarix institutidagi mutasaddilar, sharqshunos institutidagi boshqa Turkiya, Ozarbayjon, Qozog'iston, Qirg'izistondagi o'sha haligi Turkiya akademiya bor, xabaringiz bor. Shu Turkiya akademiyada adashmasam o'sha turk tarixiga doir tadqiqotlar olib borilyapti. Endi u necha jild bo'ladi, necha jilddan iborat bo'ladi, u loyihada kimlar qatnashyapti men hozir bilmayman, lekin bu ishlar ustida ishlar amalga oshirilib borilyapti. Lekin eng muhim jihat biz birinchi navbatda hozir bu yerda Xushdagi takror aytgandek lug'atlar masalasida hamkorlikda o'sha lug'at albatta shart. Katta bir lug'at yaratish masalasida. Ikkinchisi o'sha haligi boshqa loyihalar. Masalan biz atamalar haqida, masalan deylik, folklorda shunoslikdagi o'z atamalar haqida hali bir haligi to'xtamga kelingani yo'q. Bizda masalan doston, ertaklarda tasnifi boshqacha, Ozarbayjonda boshqacha, haligida boshqacha, masalan turklarda boshqacha. Atamalar to'g'risida bitta to'xtamga kelishimiz kerak folklorshunoslik bo'yicha. Tilshunoslikda ham xuddi shunday. O'sha lug'atlar ham aslida faqat til emas, u lug'at tushunchasi juda kattada. Masalan, bizlar hamma ishlatadigan iboralar lug'atini mana men forslarda ko'rdim, iboralar adabiyotimizda ana shu iboralar bunday lug'at qilinsa, bir-birimizga qancha yaqinligimizni ko'rsatadi. O'sha o'zbek ishlatgan iborani Ozarbayjon ishlatishi, bu mumtoz adabiyotda, tarix asarlarida. Bu lug'at deganda faqat so'z emas, kengroq geografik atamalar, bir-biriga yaqinlashtiradigan. Men keng tushunchada bu lug'atlar lug'at keyin tagida baribir hammasi tagida biladigan odamlar. Men ba'zan birikda bu yerda emas, boshqa bir joyda bir shu Turkiy davlatlar birligiga bag'ishlangan bir konferensiyada ham qatnashganda ham bu ko'proq ba'zan yig'adiganlar tanishini yig'ganday tasavvur uyg'otadi. Yo'q, yuragi bir bo'lganlar yig'ilishi kerak. Buni yurak muhabbatni yaratuvchisi yurak va bu birlikni ham yaratuvchisi yurak. Keyin men yana bitta oxirgi gapda aytmoqchimanki, oxirgi emas, hali ko'p gapirasiz. yo'q, mayli uni. Yana aytmoqchimanki, kelajagingni bilmoqchi bo'lsang, tarixingga qara. Nima qilmoqchi bo'lsang, men she'rlar ham yozganman. She'rlar yoddan bilmayman. Lekin biz tariximizga qarasak, 3 ta xonlikka bo'linib yotgandagi ahvolimiz nimalarga olib kelmadi? Shu bitta Turkiston bir paytlar bitta bo'lgan. 3ga bo'linib nimalarga? Dushman kelib juda osonlik bilan zabt etdi. Boshqa nimalarga xizmat qildi. Endi butun ana shu birlik agar shu bo'linmaganda yana qancha o'sha tamaddunlar haqida gapiramiz-ku. Necha tamaddunlar o'sha 3 xonlikning ichida qolib ketdi-da. Bu millat o'sha eng kuchga kirgan o'sha tamaddunlar Navoiy bog' paytida Temur davlati bitta davlat bo'lganda. Ana shu bizlar birlashsak, bu tamaddunlar masalan eng ulug'i bo'ladi. Bir-birimizga eng muhimi men buni haqida ham ko'p
aytaman, masalan, birlik o'sha tilimiz haqida gapiryapmiz-ku. Aslida til bu qonimizda. Qon bu. Qonimiz, tilimiz. Begona qonni quyib bo'lmaydi deydi-yu, birovni qutqarish uchun. Qonimiz to'g'ri kelishi kerak. Ya'ni guruhlarimiz o'sha bitta bizani halokatga keltiradigan hamma joyda bor. Bizda ham, Turkiyada ham, Ozarbayjonda ham bu ancha oldin aytdim-ku, buni birlikni hamma istayotgan yo'q ichimizda. Hamisha tarixda bo'lgan bu narsa, hamisha bo'lgan. Mahmud Yalavochlar hamisha bo'lgan. O'sha Xorazmshoh davrida yoki o'sha yo'l ko'rsatib kelgan qancha mana o'sha so'nggi bosqinlarda ham begona emas, yo'l ko'rsatib kelganlar o'zimizdan bo'lgan. Olpomishdagi yortiboylar. Ha, xuddi shunday. Ana biz yurak qonimizni ana shu tilimiz orqali, adabiyotimiz orqali, san'atimiz orqali, baribir san'atni. Bu san'at deganda men katta bir san'at tushunaman, hozirgi yengil elpil emas, katta san'at bu yaxshi filmlar. Mana men hamma turk seriallari, tarixiy seriallarni ko'rib boraman. Qayerdadir yo'q xatosi bo'lsa, deymanda, lekin xalqqa faqat turklarga emas, turkiylarga emas, Lotin Amerikasini zabt etgan Erto'g'rul haqida serial. Hamma prezidentlar, Lotin Amerikasining prezidenti o'sha kino oladigan ularni qishloqchilari bor. Kelib ketmagani yo'q, zabt etdi. Ulargacha ta'sir qildi. Va bizlarnikilar ham ko'rdi. Mana shunaqa narsalarni, shunchaki shu narsani qilishimiz kerak degan tushuncha bilan emas, shu narsani zo'r qilishimiz kerak. Biladigan odam qilish kerak-da. Biladigan odam, ayniqsa tarix bilan bog'liq bo'lsa, bitta joyda noto'g'ri bo'lsa, u binoda yer qimirlaganda ba'zan bitta chirs etgan narsa butun ana u imoratni qulatishi mumkin. Yaxshi filmda bitta xato, noto'g'ri tasavvur, bir-birimizga tasavvur beradigan bo'lsa, o'ylamasdan-da, bu narsa bor. Sovet paytida men bilardim o'sha qozoqlar bilan o'zbeklarni sal ozgina o'qib qo'yishardi, yozuvchilar. Biz endi qatnashardik-ku endi. Turli yoshlar anjumanlariga borganmiz. Ya'ni biz ko'proq Ozarbayjonlar bilan ko'proq til topishib olardik. O'sha ma'noda, ya'ni bizlarni birlashtiradigan baribir o'sha hozir aytib o'tgan ko'p, yana aytyapman, yaxshi gaplar bilan birga muammolar borligini, har safar muammo borligini va bu har qanday muammoni ayting, shu muammolar nima muammo aytyapman, o'sha hali bu oson til, mana hozir aytib o'tdik, til, mana hozir o'zbek tili deb tushundi. Lekin buni hamma shunday osonlikcha qabul qiladi deb o'ylamaslik. Yechimlarni ham berib keting o'zingiz tasavvuringizda. Buni yechimi vaqt. Vaqtga tashlab qo'yib bo'lmaydi-ku. Yo'q, boshqa yo'q. Masalan, sizga vaqtga tashlab mana qo'ysangiz sizga faqat keldi, o'tirish kerak bo'lar ekan. keldi, sizga aytdiki, bundan keyin hammamiz turkcha gapiramiz dedi. Tamam, sizga aytdiki, turkcha gapirasan. Masalan, yoki u turkka bordi, sen o'zbekcha gapirasan dedi. Xo'p deysizmi? Nega xo'p deyman? Yo'q. Yoningizda qo'shni, 10 ta qo'shningiz yo'q deydi. Nega men tilimni? Buni hal qilish mumkin. Qalovini topsang qor yog'adi. Buni qilish mumkin bo'lgan ishlar. O'sha tillar, bir lug'atlar degani yo'l. Bunga osonlikcha erishib bo'lmaydigan narsa. Bu Xurshdaka, mana siz bir necha yildan beri bu narsalar haqida o'ylaysiz. Bir konkret yechimlar yo'llarini bering, miyangizda pishib yetilgan. Buni yechimi endi men aytyapman, men bu narsani hech qachon nima desam ekan endi bu juda keng tushuncha. Men biladigan qismi bor. Men bir biladigan qismi aytyapman, adabiyot deyapman, ilm deyapman, lug'at deyapman. Lekin yana boshqa ish keladida, bizni bu emas deydi, kino san'ati birlashtiradi deydi. U ham to'g'ri bo'ladi. Yana bittasi bu aytgandek, musiqa san'atini, ovoz, u festivallar, unaqa u ham kerak. Ana shu hammasi omuqda bitta odamning fikri bilan hech qachon bir narsani u bir masalan bir she'r yozsangiz ham
100 ta so'zni ishlatganingizda bitta so'z bilan she'r yozolmay, bitta odamning fikri bilan hech narsa yaralmagan. Endi Navoiydan boshqa. Navoiy bobomni bir o'zi endi ko'p narsani anaqa qilib ketganlar. Navoiy boboman uchun o'sha bo'yatgan yak qalam qildim degan ham kuchli adabiyot. Shunday she'r yozdimki, shunday adabiyot, shunday dostonlar yaratdimki, butun sochilib yotgan turkni birlashtirdim deyapti. Demak, baribir o'sha adabiyot, til bunaqa buni yana ochiqni aytsam, siyosatchilar ko'proq oldinroq tushunishi kerak. Ijodkorlar. Hamma sizni ham javob yechimlar aytilyapti. Yechimlarni endi o'sha aytyapman, bir konferensiyalarda turlarga albatta u bittasi bitta ana bilan bo'lmaydi-da. Bitta qolipi yo'q-da buni. Bunga fikrlarni olish kerak. Bitta qolip kerak emas. Xushtaka aytayotgan narsa aslida eng katta yechim shu. Biz birinchi navbatda baribir shunga siz bir narsani inobatga olingki, o'rtadagi ajralish uzoq bir davrda tashkil qildi. Masalan, Turkiya uchun ham, biz uchun ham masalan deylik Ozarbayjon yo haligi bu bekorga qilingan yo'q edi. Bu siyosiy maqsad edi. O'zini mevasini, hosilini berdi qaysidir darajada. Endi birlash davri boshlandi. Bunga baribir xohlaymizmi, yo'qmi? Xushtaka aytayotgandek vaqt kerak bo'ladi. Lekin shu vaqtdan biz qanchalik foydalanamiz? Vaqtni qanchalik o'zimizniki qila olamiz? Gap shunda. Shuning uchun birinchi yo'l baribir xushtaka aytayotgandek, masalan, til. Shu tilda yaratilgan badiiy so'z san'ati namunalari, bu folklor namunalari nima uchun o'sha nashr qilinyapti? Turkiy tillarda. Shu birlik, jipslik uchun, shu katta maqsad yo'lida qilinayotgan sa'y harakatlardan bittasi. Xuddi shunday ertaga masalan deylik, lug'atlar qilinmayapti emas, lekin yaxlit birgalikda qilinadigan lug'atlar. Boshqa o'sha badiiy yozma adabiyot namunalari, mana Navoiyni nima uchun o'rganyapti Turkiyada, Ozarbayjonda, Qozog'istonda, Qirg'izistonda? Chunki buni tagidagi asosiy maqsad bilimli bo'lish, tafakkur bo'lish va o'sha birlikni his qilish. Haligi narsa. Xuddi shunday boshqa yozma adabiyot namunalari. Tarix ham xuddi shunday. Nima uchun bugun tarix o'rganilyapti? Tarixga murojaat qilinyapti. Xuddi shunday masalan, buning uchun albatta vaqt kerak, lekin o'sha har bitta inson o'zini o'rnini bilishi kerak. O'zini aytayotgan so'zi ham anglashga xizmat qilsin, ham kelajakka xizmat qilishi kerak. O'sha 90-yillarmi, 89-yillarmi hali nashriyotlar sinmagan endi o'sha paytda men bir turkum kitoblar boshlagan, nashriyotda ishlaganim uchun eslaringda bo'lsa bir kitob chiqargan. Uni men davom ettirmoqchi bo'lganman. Ya'ni bitta to'plamda Samariya, Samarqand tarixi, Buxoro tarixi, Shajarai Xorazmshoh, Xorazm tarixi, Ibratni Farg'ona tarixi. Bu bilan men bizlar bitta vatan degan tushunchani aytmoqchi bo'lganman. Lekin mana shu nima uchun shunday? Chunki o'sha hozir Javor aytganday uzoq davomida bizani ajratgandan keyin asorati hali ketgani yo'q. Hali asorati bilinib turadi. U ajralish u kasallik bo'lgan. Kasallikni tuzatib majburiy ajratib olish. Yo'q, o'sha baribir bir qanaqadir uchga bo'linish, bir qandaydir mahallichilikni keltirib chiqadi. Mana xalqlarni go'yo agar bizlar qozoq, qirg'iz, u deb ana o'xshab. Bizlar tavbara shu adabiyot orqali, san'at orqali shularni biz aka ukamiz degan. Boya aytdim-ku, Said payti esimda bor, boya Ozarbayjonlar bilan tez ana o'qilardik, lekin bizani oramizda qozoq bilan, qirg'iz bilan, tojiklar bilan boyim bir qanaqadir ana o'qilib turadigan odam kuchlar bor edi. Ya'ni sal ziddiyat tursin. Ularni yondirishni yo'llarini o'ylab topishardi. Bu hamisha bo'lgan. Bu dunyo tarixini o'rgangan odam ko'radi. Hech narsa shunchaki tashlab qo'yilmaydi. Bizlarni tariximizni, bizlarni birligimizni qanday qilib yo'lini to'saylik, qanday qilib bularni orasini buzaylik degan kuchlar hozir ham turibdi. Har kun mana kecha ham chiqdi. Afg'onistondagi harbiy bazani bizaga beringlar deb chiqdi masalan bir davlat. Nima istagani shu yerga kelib yana bu xatar bizlarga, agar bizlar qanchalik bo'linsak, ularga mol ashyo yetkazib beradigan bir nima qo'shimcha agar birlashsak,
yagona yo'l. Birlashsak, juda katta hudud. Keyin dunyoni juda katta boyligi to'plangan. O'sha paytlarda o'ylayotganimizda o'tgan shuni agar bir hudud hamma narsa bor hududda yo dunyoni ikkinchi yo uchinchi davlati bo'lardi. Buni endi bir paytlar shu o'tirib shularni kuzatgandan keyin haqiqatdan balki sonimiz kamdir, lekin boyligimiz, qudratimiz, turkda keyin jasorat bor. Masalan, Biz turkiylar ichida aholisi eng ko'p davlat sifatida ikkinchi o'rinda turamiz. Bu hazilakam kuch emas bu. to'ppa-to'g'ri. Masalan, turkda jasorat doim bo'lgan, shu jasorat. Hatto anavi bor, fors lug'atida bir necha so'zlar, turk degan so'zni izohlari borda. Masalan, turk bir go'zallik ma'nosida, on turki she'rozi deb aytadi. Turk tozi degan bu shiddat, turkcha shiddat bilan kirib keldi. Turk tamom shu deb oldin salbiy deb o'yladim. Nega buni keyin izohini qarasam, g'urur tamom bo'ldi degan. Turk so'zi g'ururni ham bildirgan. Tushunyapsizmi? Turk tamom shu degan g'ururi tugadi buni degan ekan. Agar bu bir necha so'zlarni shu lug'atda-da. Menga shuning uchun ham lug'at dahshatli lug'atda hozir yana bitta zo'r lug'atni olib bo'lgan Burxoniy Qotiy o'shalarni ko'rish kerak. Hammasi yozib qo'ygan turkcha u yerda, forscha, arabcha hammasi birga kelgan. Lekin bizdagi eski kasallik bor, sovetdan o'tgan. Mana o'zbek tilining birinchi izoh lug'atini ko'rsangiz, lineyka, sirkul, ruchka degan so'zlar bilan to'lib ketgan edi. Lekin yonimizdagi xalqlar chiqargan lug'atni ko'rsangiz, bitta ham Yevropacha yoki boshqacha so'z yo'q. Hammasi shu o'zimizni sharqona so'zlarga qurilgan. Ana shu o'zimizni birinchi o'zimizni anglab olishimiz kerak. Ana birlashishimiz uchun o'zimizda birlik bo'lsin, fikriy birligimiz bo'lsin. Bu narsani baribir san'at, adabiyot, ilm qiladi. Mana shu uchta unda turgan o'zimizni anglashimiz kerak. Bu anglash mana hozir tobora kuchayib ketyapti. Yoshlarni boy berib, yoshlarni agar buni faqat ona tili adabiyotda darsliklarida nima she'r o'qiyapti? Nima she'r, qaysi asarni o'qiyapti? Shu kuzatish va bizlar bolalar maktabda o'qiganda bizlar shularni o'qib yozganmiz. Xayriddin Sulton yozganman. Buni nima o'qityapsizlar? Nima kerak bu ikkinchi darajali shoirning she'rini? Bu nega mana bu she'r bo'la turib, Oybekni, Cho'lponni, uniki falonchi darsliklarimizga qarashimiz kerak. Mashhur bir romanni tarjima qilganman, Nobel mukofotini olgan Selma Lagerlofni Shvetsiya geografiyasini darsligini ertak qilib yozgan. Ya'ni bir g'oz bilan uchib, bola masalan bu yoqdan bu yoqqa ko'chib yuradi, lekin shu geografiyani beradi. G'oz qayerga borsa. O'ylaganman, tarixni shunday qilib yozishim kerak. Kim bilan tarixchi bilan bola tarixni qiziq qilib yozish kerak. O'sha tarixda mana bu bizni dushmanimiz deganini emas, mana bu do'stimiz deb kimni ko'rsatishimiz, tarixni chiroyli badiiy asarlarda bolalarga, birinchi navbatda bolalarga darslik sifatida, hatto arifmetikani ham mana o'qiganmiz hamma. A punktdan B punkt. Men aytganman, yo'q. Toshkentdan Samarqandga, Samarqanddan Buxoroga masofalar beri A punktdan B punkt emas. Bolada tushuncha paydo bo'lsin, vatan tushunchasi. Nukusdan Urganch, Qo'qondan Namangan. Ana shu tushuncha, ana shularni tinmasdan darslik. Bola o'sha Dada Qurqutni esga oldingiz-ku. O'sha yerda men doim keltiradigan, hamma joyda keltiradigan bir narsa bor. Ey ona deydi, onaga aytib, ey ona, bu qizingga deb uni qilma, buni qil, uni qilma, buni qilma, o'zing qil. O'zing qilsang bolang qiladi. Qush uyasida ko'rganini qiladi degan so'z. Agar bizlar shu narsalarni maktabda o'qituvchini dars beradigan hammasini agar to'g'ri joyga qo'ysak, duch kelgan, chunki adabiyot darsliklarimiz, men buni o'zim misolimda ko'rdim. Necha marta adabiyot darsiga kirib, necha marta chiqib ketganimni ham ko'rdim.
Bu anavi emas. Qaysi ma'noda? Tuzuvchiga bog'liq. Ya'ni adabiyot darsini tuzadigan tanishini xolislari ham. Mana buni hammasi shunaqa demoqchi emasman. Lekin aniq bilamanki, bu do'sti, bu akasi, bu ukasi, bu falonchisi. Bu o'zbekda bor narsa-da. O'zbekda emas, turkda bor narsa bu. Mana o'sha turk seriallarini ko'raman, tarixiy seriallarni. Mana shu narsa bizani birlashtiradi. Birlashtirishga ba'zan xalaqit bo'lgan illatlarimizni ham ko'rishimiz kerak. Yaxshi narsa deymiz, ha? Ibratda behuda hamda ibratda ham bor. To'y desa choparsan, maktab desa qocharsan bor-ku. Ana shunaqa millat bu. Buni istaydiganlar bor. Buni tinimsiz shunday to'yga chopadigan, to'yga uyushib boradigan, bir zulmga qarshi uyushmagan, lekin to'yga uyushib boradigan millatga aylantiradigan kuchlar borligini ham bilishimiz kerak. Bu bor, bu faqat bizda emas, Qozoqda ham bor, boshqa millatda ham bor bu narsa. Masalan, O'zbekiston tushunchasidan ko'ra paxta ekadigan bir mamlakatga aylantirish kerak. Yoki bir zavod, fabrikaga ana shu kuchlar borligini ham bilishimiz kerak. Bu bilan qo'lga qurolib emas, fikr bilan, ilm bilan, adabiyot bilan, eng yaxshi she'rimiz bilan, eng yaxshi hikoyamiz bilan qarshi turishimiz kerak. Xurshid akani hozir esimdan chiqdi mening haligi xotiraja zaiflashib qolgan. Shu vatan haqidagi 7 rivoyat. 7 rivoyatingiz bor. Kecha o'tirib o'qib chiqdim. Meni nazarimda eng yaxshi namuna bolalar uchun o'sha 7 O kiruvdi. Hammasi bilardi. Birinchi kirgani Padarkush kiruvdi. Hamma bolalar Padarkushni bilardi. Chunki yoshlar o'qib kelardi-yu. Keyin ham keyin u olib tashlandi. Bir ikkita kim olib tashlagangacha bilaman. O'sha paytda bu oldin. Hatto aytgan, "Men siz dushman deb bilardim." Shu meta haqidagi afsonangiz ham o'sha haligi. 7 ta rivoyat. Juda yaxshi namuna. Endi Xurshid aka to'g'ri gapni aytdi. Endi ortiqcha menimcha izohga bir hojat yo'q. Biz agar dunyoni o'zgarishini istasak, o'zimiz xohlaganda albatta, bolalarimizni boshqacha bo'lishini istasak, albatta oldin o'zimizni o'zgartirishimiz kerak. O'zgarishni o'zimizdan boshlashimiz kerak. Shu, masalan, bizni bunday deganda dasturimizga aylanish kerak. Va har bir mamlakat ham o'zgarishni xohlasa, o'zgarishni o'zidan boshlash kerak. Bu turkiy dunyoni dasturiga aylanish kerak. Va mana shu o'zgarish albatta birlikka olib boradi. Bu birlikka olib borish yo'li albatta bilim bilan. Va xohlaymizmi, yo'qmi, til bilan, badiiy so'z san'ati namunalari bilan birgalikda tarixni anglash orqali boriladi. Mana shuni chuqur bilsak, men o'ylaymanki, biz o'zimizni ham o'zgartira olamiz, farzandlarimizni ham o'zgartiramiz, atrofimizdan muhitni ham o'zgartiramiz va turkiy dunyo tamomila bir boshqa bir qiyofaga kiradi. Biz faqat tildagina, gapimizdagina turkiy birlik haqida gapirib, o'zimiz boshqa ishlar bilan mashg'ul bo'lmasligimiz kerak. Bu turkiy birlik degan tushuncha shu hozir Xurshid aka aytayotgan odamning yuragidan boshlanib, hamisha shu yerda turish kerak va davom etish kerak. Har bir ishida, so'zida, yozayotgan narsalarida bu narsa ko'rinib turishi kerak. Siz qilayotgan ishingiz, yozayotgan she'r bo'ladimi, o'sha nasriy asar bo'ladimi, lug'at bo'ladimi, shu birlikka, shu jipslikka xizmat qilishi kerak. Dunyo juda tez, katta tarixni bilgan odam buni da kuzatib biladi. Dunyo ba'zan juda kuchli o'zgarishlar davriga kiradi. Tarixni bilgan odam darrov buni ko'radi, kirib boryapti. Kirib ham bo'ldi. Va juda katta o'zgarishlar bo'ladi, katta urushlar bo'ladi. Bu tabiiy. Bu narsani dunyoni bir o'sha Yevropani eng katta liderlaridan biri Cherchill aytgandek, dunyoni, mamlakatni manfaat boshqaradi. Ular manfaati hali o'sha zulm, adolatsizlikka qurilgan manfaat istagan davlatlar kuchliroq. Shu joyda so'ray Xurshid aka, turkiy dunyoni birlashish haqida gapiryapmiz. Milliy manfaat degan narsa baribir bo'ladi. Bo'ladi. Qanaqa qilib shu milliy manfaat milliy egoizmga aylanib ketmasligi kerak.
shu haqda ozgina bir tushuntirish beringlar. Baribir har qanday birlashishni asnosida hamma o'zi milliy manfaatini birinchi o'ringa qo'yadi. Ammo milliy egoizmga aylanib ketmaslik uchun ma'lum bir chegaralar ziyolilar tomonidan tortib berilgan bir yo'q, bu gapingiz to'g'ri. Milliy egoizmni har xil tushunish mumkin, vaziyatga qarab har xil tushunish mumkin. Biz bu bilan masalan turk davlatlar birlashadi, hamma o'ziga xos, baribir hammamizda o'zimizga xos bir jihatlari bor. allaqachon o'zini tili bor, allaqachon o'zini boshqaruv Hayır, tizimi bor, bor, o'zini bor. ta'lim tizimi bor allaqachon. Bor. Uni aytyapman, o'sha boshida ham aytib kelyapman, bu jarayon shuning uchun ham murakkab jarayon va uzoq davom etadigan jarayon. Biz uzoq vaqt davomida bo'lindik. Uzoq vaqt davomida birlashamiz. Bu boshqa yo'li yo'q. Yoshlar tezroq birlashishni istayapti. Yana muhabbat. Mana shu savolga sizdan ham javob olmoqchiman. Ota-onamiz birligini bilsak, bu narsani ham aytyapman, bu juda murakkab. Aslida bu turkiy birlashish bizni milliy manfaatlarimizga zid kelmaydi. Buni Birinchi o'rinda shuni uqtirishimiz kerak. buni bilish uchun, anglash uchun sizda bilim bo'lishi kerak. Bir ikkita misol aytay. Masalan, Xurshid aka shoir, she'r yozyapti. Agar turkiy birlik bo'ladigan bo'lsa, bu endi 37 millionlik auditoriya emas, 300 millionlik auditoriyani haqida gap ketyapti. Yaxshimi? Xurshid aka manfaatlariga zid keladimi? Zid kelmaydi. Yo bo'lmasa bu turizm bo'ladimi? Masalan, bugun O'zbekistonda turizm haligi yuksalib boryapti. Birinchi navbatda Turkiya davlatlaridan kelayotgan turistlar. Bular bizning milliy manfaatlarimizga ma'qulmi? Albatta. Biz qancha Turkiya davlatlari bilan jipslik yo'qolsak, shu yerga kelib haliga har bitta o'sha Turkiyada yashaydimi, Ozarbayjondami, Qozog'istonda, O'zbekiston ko'rgisi keladi. Bu bizning milliy manfaatlarimizga zid keladimi? Aksincha, xizmat qiladi. Boshqa hamma sohalarda ham aytishimiz mumkin. Biz birligimiz, jipsligimiz nafaqat o'sha ma'naviy muhitni hosil qiladi. Iqtisod yuksalishiga xizmat qiladi. Siyosiy mustahkamlashga xizmat qiladi. Bu hech qachon faqat buni bilim bilan chuqur anglasakkina shunday. Anglamasak biz birinchi navbatda o'zimiz manfaatimiz yo'q. Men birinchi bo'lishim kerak. Meni manfaatlarim birinchi o'rinda turish kerak degan. Boyagi tor, biqiq, boyagi yana parakandalikka, yana bo'linishga olib keladi. Albatta, o'sha birlik degan tushuncha ham sizning milliy manfaatlaringizni himoya qiladi. Va buguningiz uchun eng qulay bir sharoit yaratadi va kelajakka xizmat qiladi. Shuni anglatishga xizmat qilish kerak. Bu har bitta o'zini shu Turkiya vakil deb hisoblagan odam, ziyoli ham, u siyosatchi bo'ladimi, oddiy olim bo'ladimi, oddiy shoir bo'ladimi, mana shunga xizmat qilish kerak. Shu aslida bu hech qachon manfaatlar to'qnashuviga olib kelmaydi. Rahmat. O'sha hammamiz bola bo'lganimizdan o'sha ertaklarni qo'yganmiz. Bir-biridan ziddiyatli urushib yurgan 3 ta farzandni ota chaqirib, bobo chaqirib, mana bitta cho'p beradi, yog'och sindir deydi, bunday qilib sindiradi. Ya'ni oxiri 3 tasini berib, O'g'izxon ham o'g'illariga shu o'sha eski afsonalardan kelayotgan. Bu narsa o'sha ertaklarimizda shu narsani bekorga aytilmaganda, bu xalq qayerdan? O'sha ertak bu mana yerdan chiqadi. Men doim aytaman, mana bu ikkita narsadan buyuk narsalar chiqadi. Bu bizlar ekoni boqib turadi, lekin agar bunga bo'ysunib qolsak, ba'zan uzoq yillar mana shunga bo'ysundik, buni unutdik. Bu uchovi lekin mana unday bir-biri bilan bog'liq, buni kerak emas deb ajrata olmaysan. O'sha uchun o'sha ertaklarda boya aytgan, hozirgina aytgan hikmatni, o'sha xalq dostonlarida aytilgan hikmat har bittasida shu birlik bu haqida turli formatda aytilgan fikrlar bor. Bu birlikda baribir kuch birlikda degan hammamiz aytamiz. Agar mana shu turkiy davlatlar buni birinchi sekin shu millatni mana bu shoir, yozuvchi ziyolilari bilan mana ilmdon odamlari tushunsa, birinchi boshlab bu ham tushunadi. Faqat mana ikkoviga bog'liq ko'proq. Xurshid aka hozir aytayotgan gapdan yana bir narsa esimga keldi.
Endi bu alohida mavzu, suhbatni mavzusi, lekin bizni ertaklarimizda biz ko'p ertaklarni juda yuzaki talqin qilib keldik. Juda jo'n talqin qilib keldik. Va eng yomon narsa bir xorijlik olimni fikrlariga suyangan holda bu ertaklarimizni, dostonlarimizda o'zimizcha haligi o'sha aytilgan fikrlarni, yot fikrlarni bu dostonlarga ertaklar tatbiq qilishga harakat qilib ko'rdik. Aslida ertaklarda eng muhim fikr bu bilimga bo'lgan intilish. Shu Kenjabotir haqida bo'ladimi, boshqa haqida bo'ladimi? Bilim bilan dunyoni anglash, bilim bilan dunyoni o'zgartirish va o'zini o'zgartirish haqida gap ketayotganligida. Shuni agar oddiy bir ertakda aytyapti hozir. Ertakni misolida mana o'sha Xushlik aytayotganda o'sha birlik, bu har bir ertakda quyilgan narsa o'sha bilim orqali o'sha o'zini anglash va dunyoni o'zgartirish va birlikda ekanligi haqidagi tushuncha masalan deylik. Shuni biz ertaklarimizni shu farzandingizga bo'lsin, yoshlarga bo'lsin, o'quvchilarga bo'lsin to'g'ri talqin qilib bera olishimiz kerak. Buning uchun albatta sizda bilim bo'lishi kerak, malaka va qiziq tomoni Xushlik aytayotganda bu ertaklarni Turkiyaliklar ertaklarida o'xshash. Masalan, Kenjabotir haqida ertaklar Ozarbayjonda ham bir xil, turklarda ham bir xil, qozoq, qirg'izlarda ham bir xil. Shumer miflarida ham shunday bir xil, hammasida bir xil ekanligini ko'rishimiz mumkin. Ma'rifiy jihatdan birlashgan turkiy dunyoni qanday tasavvur qilasiz? Men yaqin 3 yil, yaqin 5 yil haqida gapirmayapman. Siz o'zingiz tasavvur qilgan, siz o'zingiz hozir qayta nutqingizda aytayotgan ma'rifiy jihatdan birlashgan turkiy dunyo sizningcha qanday bo'ladi? Mayli 50 yil keyin, mayli 100 yil keyin. Bir SSSR bilan Amerika Qo'shma Shtatlari o'rtasida kurash avjiga chiqqan paytda Amerikan prezidenti aytgan, bu kurash sizlar bilan maktab sinflarida hal bo'ladi degan. Va juda to'g'ri gap aytgan. Bu kurashni kim yutishi maktablarimizda hal bo'ladi. Biz orzu qilgan birlik dunyosi, o'sha ma'naviy, ma'rifiy, siyosiy hammasi bugungi maktablarimizda hal bo'ladi. Bu hali bizning orzularimiz. O'sha birlashgan dunyoda maktablarimiz qanday bo'ladi? Ma'noga to'lgan, masalan, doim ma'naviy. Hamma o'zini butun suhbatimiz davomida orzu, istaklarini bir qismini ichida olib, bir qismini yuzaga chiqarib aytyapti. Men shuning uchun so'rayapman-da. Siz o'zingizni tasavvuringizdagi birlashgan, haqiqatda ma'rifiy jihatdan birlashgan turkiy dunyoning maktablari qanday bo'ladi? O'sha maktablarda o'qiyotgan bolalar qanday bo'ladi? Ular qanday kitoblarni o'qiyotgan bo'ladi, Xurshid aka? Yo'q, bugun bu bizga bog'liq. Bu bizga bog'liq. Uni men ertaga boshqa yana Xurshid Davron chiqadimi, Xudo biladi. Yo'q, har bittasi masalan Shavkat Rahmon, Usmon Azim, Rauf aka, ustozlarni aytyapman, o'sha Cho'lpon, mana Cho'lponni ham orzu qilgan. Orzularda hammasi shu darajada nima orzulari barbod bo'lgan, lekin ko'nglida baribir shu orzusi saqlanib qolgan. O'sha mening ko'nglimni yupatga degan o'sha kim meni yuragimni ko'ryapti. Hammamiz bu yupatishga, bu hech kim qurib bermaydi. Hech kim, hatto masalan birlashish bu Turkiya kelib qurib bermaydi yoki biz borib boshqa joyda qurib, hammamiz mana shu o'zimizni joyimizda o'zlariga, masalan siz bir joyda ishlaysiz, men bir joyda ishlayman, yozayotgan maqolamda, yozayotgan she'rimda shu narsa doim ana bo'lsa shu narsani maktab baribir maktab darsliklarida u adabiyot darsi bo'ladimi, arifmetika bo'ladimi, ayniqsa tarix bo'ladimi? Bular agar shularda hammasida to'g'ri, hayajonli, mehrli tasvirlangan bo'lsa, shunday quruq maktab darsligi bolani mana qayerda yurakka kiradigan narsa issiq bo'lishi kerak, hayajonli bo'lishi kerak, o'shanda quruq ana bo'lmasa kerak. Shuning uchun boya gapga yana ketaman, maktab darsliklarini yaxshi yozuvchilar bilan birga yaxshi tarixchilarni qaytish kerak. Birgalikda qiling, birgalik. Chunki buni namunalari dunyoda bor deyapman. Dunyoda bor. Baribir siz aytgan kelajak
masalan man endi orzu bu, man masalan Shu istayman orzuni nabiralarim, so'rayapman-da. lekin man ba'zan buni ham aytaman, dunyoga qarab nabiralarim qanday bo'lar ekan degan o'zim vahimaga tushaman. Man faqat bu yerdagi holatni emas, dunyoni bu bitta qozonni ichidamiz. Bizlar alohida tashqarida emas. Dunyo bitta qozon qaynab yotibdi. Uni ichida bir tomchi suvni muzdek ushlab turish qiyin. Shuning ichida qaynaymiz. Lekin bir tomchi emas, ko'pchilik birlashsak o'sha tomchi qaynayotgan qozonni sokin darajaga olib kelish mumkin-da, ko'paysak, agar birlashsak. Bir tomchi bo'lsak, o'shalarga qo'shilib qaynab, bug'lanib chiqib ketamiz. Agar o'zimizni saqlaymiz desak, ko'plashib imkoniyat bor. Hammasi aytyapman, eng muhimi Alloh karim bizlarni mana shu xalqlarga hududni ham yaxshi bergan. Boylik ham bergan. Mana dunyoda ko'rgan bir xillari bor. Qanday qilib ba'zan dunyo bexabarimizda shunday davlatlar, shunday xalqlar borki, bir faslda yarmi qirilib ketgan xalqlar hozirgacha bor. Bir yil davomida millionlar qirilib ketgan u suvsizlikdan, ochlikdan. Lekin bizlarga Turkiyaga ularga, mana Qozog'istonni ko'ring, qanday Turkmaniston, Ozarbayjon, Turkiyani o'zi, men Turkiyani 3 ta 4 ta ko'rmagan joy. Odam havasi keladi-da, tabiati, boshqasi birlashsak, har bittasini o'zini baloy qazosi bor. Masalan, bizda ertaga suv muammosi deydigan hamma gapirib yotibdi. To'g'rimi? Agar birlashsak, bu muammolar boshqacha hal bo'ladi. Birgalikda hal bo'ladi. Ha, boshqacha hal bo'ladi. O'sha ma'noda birlashishni men istaymanki, shu maktablarda yana gap o'shanga keladi. Ota-onaga bog'liq ekanda. Mana masalan, men maqtanaman doim. O'g'lim 14 ta tilni biladi. Nima uchun shunday? Men unga sharoit yaratib bermaganman, ozgina. Men doim aytaman, kelinlarga, boshqalarga ham aytgan, yarim soat ajratasan. Ko'p emas, yoshlar kanalida ishlaganimda ham bolalarga aytdim. Bolangga yarim soat, nega muntazam? Muntazam. Til o'rganishni isbotlab berganman bola. Hatto televideniyadagi til o'rgatuvchi programmalar bor, xalqaro programmalar bor. Muntazam bir xil vaqtda yarim soat o'tkazib qo'ysang, u tilni sizdan ham. Men o'zi tilni yaxshi ko'raman. Qarasam, arabcha o'rgatib, arabcha gapira boshladi. Ota-onani mas'uliyati. Ota-ona, ana shu Dada Qo'rqutda aytilgan o'sha hikmat faqat o'sha onaga aytgan hikmati emas, ichida qanchadan qancha hikmat o'zi bizga aytilgan. 1000 yillar oldin aytilgan. O'sha cho'pni bergan ota aytgan. Alpomish bilan dushmanlari bilan bo'lganda yo zindonda hamma yog'i hikmat, bizda boshqa nav'i hammasi aytilgan. Faqat bizlar ertak deb tushunamiz. Aslida hammasi o'sha voqea bo'lgan. Boshqa shaklda bo'lgan. O'shani to'qiganlar shu eshitib yozgan shuni hammasi. Bu ko'proq ilmga bolalarimizni o'rgatsak, kitob o'qitsak. Qizlarimga aytaman, tabiiy har kun nabiralarim ham ana shunday qilib o'tiradi. Planshet ustida janjal. Lekin aytaman, qaragin, kuzatgin. Chunki ertaga baribir dunyoni telefon o'qiganlarimiz, kitob o'qiganlar boshqaradi. Buni esingdan chiqarma. Baribir hozir shu nazorat ostida, o'g'lim ham nazorat ostida, bolalari bir emas 7-8 tadan tilni biladi. Hammasi uni ham beradigan vaqtida berish kerak. Ko'rash kerak, nimani ko'ryapti. Shu darajada bolani buzadigan narsalar bor. U uyatsiz demoqchi emasman, ma'naviyatni buzadi. Lekin shu bilan birga undan foydalanish kerak. Unda ko'p imkoniyatlar bor. Til o'rgatadigan imkoniyatlar bor. Boshqa tillar. Bola siz bizdan ko'ra tezroq ilg'aydigan, tezroq o'zlashtiradigan tabiat shunaqa. Bolangizni bugun agar ertaga shu oynachaga qarab qoladigan, bu butun umrini shu oynachaga qarab o'tkazadigan bola emas. Ertaga seni yoningda madadkoring,
qariganingda suyanchig'ing bo'lishini istasang, yurtga xizmat qiladigan odam, ya'ni bir o'g'lingdan faxrlanishni istasang, bugun ana shu narsaga e'tibor berish kerak. Boya aytganimdek, takrorlayman, yarim soat bolangga ajrat. Siz bergan savol juda chuqur savol. Shunga uzoq javob berish kerak, alohida suhbat qilish kerak. Lekin men nazarimda Xushrak aka aytayotganday, o'sha baribir biz Turkiy davlatlarida Siz olimsiz-ku, ozgina prognoz qiling. prognozni qilib ketishgan. Qashqariylar qilib ketgan, hozir Xushrak aytganday. U o'z davrini olimi, siz bu davrini Navoiy olimisiz. aytayaptiki, turk nazmida chumen tortib alam, ayladim ul mamlakatni yiqqalam. Mening nazarimda Turkiy davlatlarda birligi, ularda jipsligi, birligi, yaxlitligida. Yaxlitligi nimada namoyon bo'ladi? Alifboni birligida. Tili, tarixi, madaniyatini birgalikda o'rganishda va kelajagini birgalikda qurishda. Shu agar Navoiyni bizni haligi olimimiz Ibrohim Haqqul haligi Turkiy adabiyoti poytaxti degan. Men nazarimda bu Turkiy tafakkurni poytaxti. U yerda hamma narsa bor. Agar Turkiy davlatlarida hamma, meni tasavvurimdagi Turkiy davlatlarida birligi Navoiyga o'xshagan shoirlarini birgalikda o'qib, anglayotgan va unda anglatilgan narsalarni hayotiga tatbiq etayotgan bir xalq sifatida gavdalanadi. O'sha hozir to'ppa-to'g'ri aytdi. O'sha alifbo birligi bor-ku. Hali eski zamon, eski emas, shu Chorrasiya davrisida ham Bakuda chiqadimi, Qozonda chiqadimi, endi bu yerda ham urf arabcha alifbo bir bo'lgandan keyin bir-birini o'qib ketavergan. Turkiyada kelajakda ham shunday bo'ladi. Bir-birini o'qib ketaveradi. Ana shu siz aytgan, ana shu Endi javob beryapsizlar savolimga. Albatta, baribir yana oqibat shunga keladi. Alifboni ham mana hozir shu ishlar yakunlanyapti, shu ishlarga harakat bo'lyapti. Nechta harfni anav qilishdi. Bir bo'lsa, uni xatolari yo'l-yo'lakay, lekin bir bo'lsa, uni tuzatib ketish mumkin. Lekin hammaniki o'ziniki bo'lsa, bu bilan bo'lmaydi. O'sha bitta alifbo, bizani alifbo degani o'sha tilimiz, adabiyotimiz, san'atimiz, hamma narsamiz shu alifboda. O'sha bolani alifbosi va yana o'sha alifbo ham sehrli kitob bo'lishi kerak. Bu A B emasda. Men bolalarimga hech qachon A B deb o'rgatmagan. A da nimani yaxshi bilsa, shuni aytgan. Masalan, B bobo, D dada. Ya'ni alifbo darsliklarda, o'qituvchilarda ana shu ijod tuyg'usi bo'lsa, bola tasavvur, bolani qiziqtirib, men bu masalada uzoq ketsam o'tlab ketaman anchagina. Rahmat. Xushrak aka, katta rahmat suhbat uchun. Domla, katta rahmat, ajoyib bir suhbat bo'ldi. Turkiy dunyo vakillarini har biri uchun eshitadigan, ibrat oladigan, o'zini bir kelajak hayotini belgilaydigan bir suhbat bo'ldi deb o'ylayman. Da'vatimizni rad etmasdan kelib bizga suhbatdosh bo'lganingiz uchun, kichkina dasturxonimizni ulug' qilib berganingiz uchun katta rahmat. Biz barchamiz Turkiy dunyo degan katta bir vatanning fuqarolarimiz, o'tmishi bir bo'lgan xalqlarimiz. Umid qilamanki, kelajakda ham bir-birimizga qo'l beramiz va yorug' orzularga, yorug' bir kelajakka ham ma'rifiy tomondan, ham iqtisodiy, ham siyosiy tomondan mustahkam oyoqqa turgan, bir-birini manfaati uchun turib beradigan millatlardan iborat bo'lgan bir katta Turkiy dunyoning eshiklarini kelajakka birga ochib beramiz deb umid qilaman va shunday fikrda qolaman. O'ylaymanki, siz ham bu fikrlarni qo'llab-quvvatlaysiz. Aziz tomoshabin, yuqorida aytilgan fikrlar bo'yicha sizni o'zingiz fikrlaringiz bo'lsa, munosabatingiz bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Yana qanday mavzularda suhbatdor borishimizni xohlaysiz? Millatimizning qaysi oydinlari bilan yuzlashishni xohlaysiz? Bizga yozib qoldiring. Siz istagan, sizni qiziqtirayotgan mavzularda sizni hayotingizga ozgina bo'lsa ham soya solib turgan og'riqlar haqida suhbatlashishdan hech qachon erinmaymiz va har doim fikr bilan sizni yoningizda turamiz. Siz ham o'z fikringiz bilan millat ziyolilari yonida turasiz deb umid qilamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.